Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmenler. Vaka ve Mülayize programımızın 57. saniyı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli körülmenlerimiz hemen ma'lum bo'lgandek, biz bu programımızda her vakit gün tertipteki en yeni meselelerini, en muhim temalarını, şu sahanın mütehassislerini, alimlerini teklif kılıp vakti-vaktida analiz kılan şekilde, mülayize kılan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Bugün şunun cümlesinden tünügün biz e'lonimizda bergandek, albatta davrimizning intayin muhim aqlimizga bugün nimani keltirsak, shu kundalik turmushimizda bo'lsin, bütün ta harbiy sohagacha barliq shu elektr saymanlarının ichida bo'lgan va buning jedilida bu o'zak urushi yoki shu yerim o'tkazgich deb bizning tilimizga shunday tarjima qilindimdi. Buningki jedili eng kuchli davlatlarning o'rtasida bo'layotdi yillardan buyon. Bu kun sari jahon taraqqiy qilgan sari buningga erishish yo'llarini hozir mavjud bo'lgan kuchlar bo'libmi Xitoydan iborat bu tajovuzchi har xil bu bugungi zamonniki eng yaxshi narsalarni insoniyatning baloyi ofati uchun boshqa davlatlarni vayron qilish uchun ishiltirgan bu Xitoyga o'zakninki erishish yo'llarini to'sish uchun bugun Amerikadan tatib nurg'un albatta biz kundalik xabarimizda bo'lsin pat buning xabarini huzuruna sunib turyapmiz. Jadal tugmay kun sari kuchayotgan bir soha bo'lganligi uchun shu bugun temamizni dunyodagi eng xalqiliq texnika urushi, o'zak urushi haqida suhbat o'tkazganligimizni e'lon qilgan to'q. Bugun aziz mehmonim, qimmatli mehmonim hammalar tanishib bo'lgan albatta ilgirimi istiqlolda bir qancha yil burun bo'lsinmi suhbat o'tkazib bilimidan har qaysilarga o'z bilimini sungan hurmatli doktorimiz Shveysariya davlatlik telekom uchur texnika idorasi oliy mutaxassisi doktor Abdushukur Abdurashid apandim Shveysariyadan qatnashyapti. Programmamizni qabul qilib, qimmatli vaqtini chiqarib qatnashib berganligi uchun oldi bilan ko'p rahmat aytamiz. Assalomu alaykum, ekran oldidagi hurmatli ko'rurmanlar. Hammanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men mush munosabat bilan ovozingiz biroz tuvan kelyapti ammo qadrli ko'rurmanlarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta kirishda deganimdek bu masala texnika, ya'ni bu shu bugungi davrimizdagi eng muhim urush deb qaralayotgan istutaksiz bo'layotdi albatta bu urush. Şu özek yoki şu yerim o'tkazgich masalasini xalqimiz bu sohaning ichidagilar biroz chunqurroq ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Lekin biz hamda eng to'van saviyadagi ma'lumot egasi kishilarga xitob qilgan shaklda oldi bilan shu o'zak degan nima yoki o'zak yoki yerim o'tkazgich degan nima mushahda bir eng dastlabda kim yoki kimlar tarafidan kashf qilingan mushahda bir tushuncha berib boshlagan bo'lsak qanday rahmat. Bo'ldi, rahmat. Endi bu o'zak texnikasi haqida biz so'zlashgan vaqtida bu endi biz bu bir tarix bilan munosabatlik, bir texnikaning taraqqiyoti bilan munosabatlik, ham bugungi kunda iqtisod bilan munosabatlik nurg'un sohaga chetilgan bir qiziqarli tema. Endi biz yerim o'tkazgichning nimaligini tushunish uchun avval o'tkazgich va o'tkazmagichninki nimaligini bilishimiz kerak. Masalan, biz odatda o'tkazgich degan vaqtida shu asosan metallarni ko'zda tutamiz. Masalan, temir bo'lsin yoki mis bo'lsin yoki alyuminium bo'lsin deganga o'xshash materiallar, bular o'tkazgich materiallar qatoriga kiradi. Endi o'tkazmagich degan vaqtida masalan kauchuk deymiz yoki aynak deymiz, shuningga o'xshash ya havomi shuning ichida masalan bu elektrni o'tkazmaganligi uchun bu o'tkazmaydigan materiallar qatorida sanaladi.
Şu materiallarınki vasıtası bilen bugün bexatar halda öýde elektr asbaplarını kollanymyz ýa-ki tokny bir ýerden bir ýerge ýötkeymiz elektr stansiýasyndan ýrak bolan ýerlerde otdursakmy bexatar halda tok bizniň öýlerimizge çykýar. Endi ýerim ötküzgüç diýen wagtda bu materiallar bir alaydy material bolup, mesela şaraitning özgürüşi qarap turup, bäze wagtda tok ötküzgen bolsa, bäze wagtda şaraitning özgürüşi bilen tok ötküzmesligi mümkin. Mesela bäze materiallar nur düşäge wagtda nurning täsiri astyda tok ötküzmeýdigan halatda tok ötküzdigan halatga ötkenligi üçin mesela gün taxty bunun aýty ýaxşy misal bola alaýdy. Anan keýinden bäzen materiallar mesela yukarı temperaturda tok ötküzmegen bolsa, töven temperaturda ötküzüşü ýa-ki onuň täsirçisi boluşy mümkin. Ýa-ki bolmasa besim, hawanyň besimi artlyga wagtda ýa-ki düşýän wagtda ötküzmegen ýa-ki ötküzmegen boluşy mümkin. Biz himiýadaki elementler devir jedweliga garaýdygan bolsak, bunyň içinde näitdi biz köp anlap durdygan kirimli, yani silisiy materialy diýimiz, germanium diýimiz, şunun okşaş materiallar, bu ýerim ötküzgüç materiallar bolady. Şaraitning özgürüşi qarap turup, bäzende tok ötküzmegen bolsa, bäzende ötküzüdi. Şonuň üçin biz bu ýerim ötküzgüç materiallar dep ataýmyz. Hoş. Köpden köp rahmet. Albatta kirişdi diýeniňizde kemde bugün muşu teham biraz tefsili halatda muşu ýerim ötküzgüçler ýa-ki özekler nime üçin bunça muhim diýen sualny koýsaňyz. Hem bu ýerim ötküzgüç materiallarynyňki baýkylyş taryhy garaýdygan bolsak, tähminen 1830-njy ýyl bilen 40-njy ýylyň aralygynda baýkalgan. Bu başga tok ötküzgen materiallar ýa-ki ötküzmeýdigan materiallarga garaganda biraz baýkylyş däwri kiýin bolady. Bu baýkalgandan keyin onunki işletiş ornuny tapganga kadar hali uzun wagt ketdi mesela. Hatta bir asrga ýakyn wagt ötken. Onuň keýinden bu hem de bu elektr materiallaryny mesela biz tok ýollaryny laýlyga wagtda ýa-ki bolmasa ony ma'lum bir logikalik iqtidarga ega qilish jarayonida biz mush ýerim ötküzgüç materiallaryny mush hususiýetinden paýdalanýarmyz. Mesela tok qaysi wagtda qaysi ýölenişge qarap akady ýa-ki bolmasa qandaq bir logikalik närseni nem kıldy. Mesela addysi biz ma'lum bir ýerden ötken bolsak, mesela bizning aýak tüýüşimizge ýa-ki bolmasa bir adamninki gäwdesiniň peýda boluşyny nem kılıp çyrak ýykyldy diýili mesela ýa-ki bolmasa bir awazymyzny çykargan bolsak çyrak ýykyldy degenge okşaş mesela addy bir närseniň keýindimi näýte murakkep bolgan bir tok ýoly bar. Hem bu tok ýolunynki moýum tügüllerininki nimsiz materiallary muş ýerim ötküzgüç materiallaryna asasy ýasalgan. Şonuň üçin bu biz ýerim ötküzgüç materiallar baýkylyp taki muşu ýerim ötküzgüç insanlaryň işletilişige ýa-ki bolmasa ýeňi zamanyňki elektron tehnik sahäsige küçüşigi buçu bolgan aralykda tähminen 100 ýylça wagt ketken. Bu tehnika muşu ýerim ötküzgüç tehnikisi muşu hazırkı zaman tehnikistiki muşu elektron däwri diýimiz ve ýa-ki onundan keyinki wagtlarda muhim rol oynaganlygy üçin muş tehnikini ýerim ötküzgüç tehnikisini barlykka keltirgen bir kança fizik alimleri taryhda Nobel mukafatyga mesela 1956-njy ýyly 3 adamga muşu ýerim ötküzgüç tehnikisini baýkap çykkanlygy üçin onunğa nime Nobel mukafaty berildi. Bir resim batdy diýmem şu siz hazırlagan birinji resim batdy. Muşlandy. Doğru. Doğru. Muşu 1830-njy ýyly barlyk kelgen bu wagtda iki daňlyk fizik alim bar. Bell tejrübhanysynda işlegen Faraday bilen Maxwell diýdigan. Bu iki alimninki namy muşu magnet dolpulları mesela anan keýinden şu magnetten tok çykyryş degендek aşsalarda nurgun büsüş karakterlik nimelerini texnikalaryny ýa-ki bolmasa baýkaşlaryny oturan keltirgen. Şundakla bulamy ýerim ötküzgüç tehnikisi, ýerim ötküzgüç materialynyňki baýkylışyga oturan çykyşyga asaslangan. Emma
bu iki fizika alimi Nobel mukofoti 1901 yil yo'l qo'yilganga qadar o'lib ketganlik uchun o'lib ketgan insonlarga Nobel mukofoti berilmaydigan bo'lganligi uchun mukofot berilmagan deb qaraladi. Odatda bu insonlarga amaliyotda Nobel mukofoti berish kerak. Undan keyin o'sha tranzistor deymiz, hamda shu elektronlarninki masalan eqishini kontrol qiladigan funksiyalari bo'lgan bir xil material. Bu materiallarninki barliq kelishi abay deb o'tgandek 100 yil vaqt ketadi. Bular shu hozirgi zamon elektr texnikasiningki o'tirg'i chiqishiga asoslangan bo'lganligi uchun o'sha gavdalik shunga ko'rsatgan 3 fizika olimlariga 1956 yili Nobel mukofoti berilgan. Bu rasmdagi 3 rasm shu. Xo'sh. Doktor hamda navbatda davomliq yuqorida deganimdek xabarda chiqib har kundagidek desak oshirayotgan bo'lmaymiz. O'sha o'zak haqida bir xabar chiqib turdi hamda. Shu bu o'zak sohasida bugun hukmron davlatlar va yoki shirkatlar qaysilar kimlar kimning kontrolligida qanchalik iqtisod bu sohada aylanayotdi bu vaqtda ma'lumot bergan bo'lsangiz. Endi hozir tranzistordan bevositali o'zak o'tib ketdik. Amaliyotda shu endi bu ma'lum bir orliqda yana bir jarayon bor. Bu yarmi tugish materiallardan tranzistorlar yasalgan vaqtida har bir tranzistor bir parcha yarmi tugish materialning ustida yasalgan. Bunda bo'lganda birsiga yarmi tugish materialni ishlab chiqarish tannarxi yuqori bo'lganligi uchun ham uning ustiga har bir tranzistor bir yarmi tugish materialning ustiga ishlatilgan vaqtida birsiga ishlab chiqarilgan elektronlik taxtaninki logikalik iqtidori pek kuchli bo'lmaydi. Birsi anamki hajmi yo'g'on bo'lib ketganligi uchun yasab chiqqan narsalarmi nihoyat cho'ng bo'lib ketadi. Shu dastlab esimizda bo'lsa, dastlab yasalgan kompyuterlarmi masalan bir binoda cho'nglikdagi nimalarda bo'lgan. Undan keyin shu texnikaninki taraqqiyotiga ergishib bo'lib bu yerda Kilbi deydigan bir odamni bu yerda tilga ilishga to'g'ri keladi. Ikkinchi rasmga o'tsak, bu odam shu bir parcha yarmi o'tkazgich materialning ustiga nurg'un tranzistorni qo'yish orqali to'plashtirilgan tokyolni yasashning bir ideyasini o'tirib qo'ydi. Bu odam amaliyotda bu ideyani o'tirib qo'yishi nihoyat bir oddiy bir jarayon. Bu odam yangi ishga tushgan vaqtda Fairchild degan shirkatga vaqtida asosan ta'til vaqti bo'lganligi uchun ko'pincha odamlar dam olishga chiqib ketdi. Bu odam yolg'iz tajriban ishlab o'tirib mush xiyolga kelib qoladi. Nima uchun biz har bir tranzistor uchun bir yarmi o'tkazgich materialni ishlatamiz? Nima uchun nurg'un yarmi o'tkazgich nurg'un tranzistorni bir yarmi o'tkazgichni ustiga qilmaymiz degan bir ideya bilan shu ideyani izlanish orqali davomli tirishchanlik ko'rsatish orqali bu odam shu to'plashtirilgan tokyoli degan narsani o'tirib qo'ygan. Bu to'plashtirilgan tokyoli biz deyotgan o'zakning asosi bo'ladi. Undan keyin bu odam nurg'un patentga erishgan texnikalarni o'tirib qo'ygan. Shu hozirgi zamon o'zak texnikasiningki barliq kelishiga asoslangan odam bo'lgan uchun bu odamga 2000-yili Nobel mukofoti berildi. Bu yerda endi hozirgi gap bu o'zak texnikasiningki hozirgi nimasi ustida bo'lyotdi. Bu bir qancha shirkatlar yoki bir qancha davlatlarga to'planib qoldi. Bu qaysi shirkatlar dedik. Endi bu yerda yana bir muncha jarayonni atlab o'tamiz, ammo undan keyin qaytib kelsakmi bo'ladi. Bu yerda hozir bir qancha cho'ng shirkat bor. Buningki kelib chiqish nima uchun shunday bo'lish tarix to'g'riliq yana paranglasak, bular asosli birinchisi Amerika. Endi Amerika bu butun shu yarmi o'tkazgich texnika taraqqiyotidagi mayli uni loyihalash bo'lsin, uningki nazariya va asosini turg'izish bo'lsin, deganga o'xshash nurg'un sohalarda Amerika eng oldingi qatorda turayotgan shirkat. Endi biz ko'pincha vaqtlarda Amerika bu o'zak texnikasini so'zlagan vaqtida ko'pincha hollarda biz Kremniy jilg'isini tilga olamiz. Bu Kremniy jilg'isining o'tirg'i chiqishidan keyin bularningki mablag'i nima uchun bugungi kunga keldi, buningki orqa ko'rinishini qayta so'zlasak bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda turadigan yenilam Amerika. Undan keyin bu loyihalagan mahsulotlarni uni ishlab chiqarish, uning materiallarini tayyorlash, uni sinash,
Ondan keyin onu toplashtirilgan holatda bir ishlatgidek holatga kelish jihatlarda boshqa davlatlar bor. Buning ichida masalan Tayvan nuqtali holda tilga olindi. Bu Tayvandagi yerim o'tkazgich ishlab chiqarish shirkati deydigan bir TSMC deydigan bir shirkati bor. Asosliqi mush shirkat. Ondan keyin Janubiy Koreya masalan Samsung'ninki elektron taraqqiy qildirish shirkati deganga o'xshash shirkatlar tilga olindi. Janubiy Koreya tilga olingan vaqtda asosliq bular shu kompyuter yoki telefonlarning ichki qismidagi shu RAM yoki vaqtliq saqlash rayonininki materiallarni asosan Janubiy Koreyada ishlab chiqarildi. Ondan keyin Yaponiya, buningda masalan Sony deymiz, Toshiba deymiz, shunga o'xshash nurg'un elektron shirkatlar bor. Bularmi shu biz ishlatayotgan mayli oila elektr saymonlari bo'lsin va yoki bo'lmasa shu qo'limizda ishlatayotgan qo'l telefoni yoki bo'lmasa kompyuter degandek narsalarningki asosli materiallarni shu yerda ishlatildi. Ondan keyin yana shu davlatlarni yoki shirkatlarni tilga olgan vaqtida Xitoymi tilga olindi, chunki Xitoy shu asosli oila elektr saymonlari, anandagi mashinalarningki elektronlik qismininki materiallarni ishlash jihatda Xitoyninki yerim o'tkazgich ishlab chiqarish xalqaro shirkati deydigan bir shirkat bor, SMIC deydigan. Shuning o'xshash shirkatlar tilga olindi. Undan keyin hozirgacha Yevropani tilga olmadik. Yevropaninki amaliyotda shu yerim o'tkazgich texnika sohasida qo'lda tutib turgan eng ajallik bir texnikasi bor. Bu nima degan vaqtida masalan biz shu o'zak degan vaqtida balkim kompyuterning ichini ichib baqqanlar yoki qo'l telefonini buzib ichini ko'rib baqqanlar balkim bilishi mumkin. Barmoqdami kichik bo'lgan nurg'un o'zaklar bo'ladi. Bu o'zaklar hatto qarab o'qiyulini ko'z bilan ko'gili bo'lishimi natayin masalan ko'pinchalarning. Buni shu qadar bir kichikkina bir narsaning ichiga shu qadar iqtidorli bir narsani qo'yish uchun uni besib chiqaradigan bir asbobga ehtiyojimiz bo'ldi yoki bo'lmasa bir texnikaga ehtiyojimiz bo'ldi. Bu texnika shu Gollandiyaniki ASML deydigan bir shirkati bor. Bu texnikani asosli shu yerda tutib turadi. Bular shu yerim o'tkazgich tayyor bo'lgan materialning ustiga shu elektronlik loyihalangan tok yo'lini besib chiqarish yoki bo'lmasa shuningki shu biz nima qilgan darajada yuqori sifatli mahsulotning ishlab chiqarilishiga muhim rol o'ynaydigan shirkat bu Yevropada. Ondan keyin Yevropada yana undan boshqa bir qancha kichik shirkatlar bor. Masalan, Shveysariyada STM Electronics deydigan bir shirkat bor. Bu asosliqmi shu internet narsalariga munosabatli materiallarni ishlab chiqardi. Demak, bu yerim o'tkazgich texnikasini qo'llanadigan yoki bu ishlab chiqarayotgan davlatlar asosliqi Amerika, Yevropa va Sharqiy Janubiy Osiyodagi bir qancha davlatlar markazlashgan. Xo'sh. Rahmat doktor, hamda siz abay tilga olgan shu kashf qilinishidan tortib ta bugungi bu arliqni ba'zi yerdan atlab o'tib ketdik dedingiz. Ashni hozirlam atlab o'tib ketmay hozir bir ma'lumot bersangiz qisqa bir shaklda, albatta uzun bir masala buniki. Siz shu o'zingiz xohlagan shaklda bir tushuncha bergan bo'lsangiz shuni. Hamda bu shu elektron to'plashtirilgan tok yo'lininki barliq kelishini biz 1950-yillarning o'ttirida dedik. Bu o'tirib chiqqan vaqt qaysi vaqtga to'g'ri keladi degan vaqtida Ikkinchi dunyo oxirlashib, dunyoda yangi tartib paydo bo'lib, undan keyin Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, Varshava ahdi o'xshash tashkilotlar qurilib, bu g'arb bilan shu Amerika boshchiligidagi ya'ni Shimoliy Atlantik davlatlar tashkiloti bilan Varshava ahdnomasi tashkilotlari o'rtasida nihoyatda kuchli darajada nim bo'layotgan soğuk munosabatlar urushi boshlangan bir mezgilga to'g'ri keldi. Bu mezgilda bu ikki taraf o'rtadan nihoyat kuchli darajada texnikalik raqobat o'tirib chiqqan. Masalan, atom bombasini masalan Amerikada buni nima qilib dastlabda uni sinab qilib, undan keyin Ikkinchi dunyo urushida ishlatib,
yoki bo'lmasa ikkinchi dunyo urushidan keyin bir qancha qatimliq sinaq natijalarini o'tirg'a chiqqandan keyin Sovet ittifoqimi darhol mushu yo'lni taraq qilib ularni atom bombalarini sinaq qildi. Undan keyin olam uchish texnikasida ait kuchli raqobat bo'ldi. Demak, harbiy sohada G'arb bilan Sharq o'rtasida masalan so'g'uq munosabatlar urush tufayli nihoyat kuchli darajada bir xil raqobat bo'lgan. Bo'libmi shu vaqtdagi Iroqdan kontrol qilingan, boshqarilgan bomba degan sohalarda bunga ehtiyoj nihoyat yuqori bo'lgan. Endi bu vaqtda ishlatilgan texnika nihoyat oddiy bir logikasi nihoyat oddiy bir texnika bo'lganligi uchun bu boshqarilgan bombaningki musofaga yetish nimasi yoki bo'lmasa nishonga tegish nimasi yuqori bo'lmagan. Shuning uchun bu ikki davlat tarafdan bu shu yerim o'tkazgich texnikasiga sotib mablag' nihoyat ko'p bo'lgan. Xo'sh. Shu vaqtida masalan Amerika Davlat mudofaa ministrligi, andan keyin NASA'ga o'xshash shirkatlar shu yerim o'tkazgich texnikasiga nihoyat ko'p mablag' sarflaganligi uchun shu Kaliforniyani biz bilamiz. Kaliforniyaning masalan Berkeley deydigan Kaliforniya universitetining Berkeleyga o'xshash yoki Stanford universitetiga o'xshash dangliq universitetlar bor. U yerni bitirib chiqqan injenerlar shu vaqtda eng oldingi qatorda sanalgan, eng texnikada eng oldingi qatorda turayotganlar sanalganligi uchun bular shu San Fransiskoning atrofida nurg'un shirkatlarni qurib, shu mush sohada yangiliklarni o'tirg'a chiqarib qilgandan keyin bu tuyuqsizlar shu San Fransisko atrofida kirni yig'ilg'isi degandek bir hukm paydo bo'ldi. Undan keyin ular shirkatlarni qurgandan keyin chertyozlarni chizib, loyihalarni nima qilib o'rtaga qisib davlat mudofaa ministrligiga borgandan keyin ularga yetarli mablag' beriladi. Shuning bilan bu yerda elektron shu yerim o'tkazgich yoki o'zak texnikasida nihoyat bo'sish xarakterli taraqqiyotlar borliq qilib, bu yerda loyihalaydigan, hatto ishlab chiqarishni boshlagan bunday nima bo'lgan. Lekin u zamonlarda ishlab chiqarilgan materiallarningki birsi tanarqi nihoyat yuqori bo'lgani uchun, qimmat bo'lgani uchun asosiy xaridorsi shu vaqtda davlat mudofaa ministrligi bo'lgan. Undan keyin NASA shirkatlar bo'lgan. Endi buningki bu taraqqiyotning natijasini nimadan ko'ramiz degan vaqtda 1991-yilgi qo'ltiq urushidan ko'ramiz. Masalan, Amerika dengiz qo'ltiqiga aviamarkasini to'xtatib boshqarilgan bomba bilan Iroqningki butun harbiy aloqalashish aslahalarining hammasini bombardimon qilib bir kun ichida yo'q qilib o'tgandan keyin uning keyindan quruqlikdan askar kirgizib Iroqni nihoyat tezlik bilan qabul qilgan. Shuni nima uni nihoyat tezlik bilan egallagan. Bu Vyetnam urushida u darajada bo'lmaganligi uchun Amerikaningki ishlatgan bombalari yoki atgan bombalari nishonga tegmay nihoyat ko'p chiqib ketganligi uchun Vyetnam urushining mag'lub bo'lishi hamda shu vaqtdagi harbiy chiqimning eshib ketishidan, undan keyin davlat ichidagi qarshilik yo bo'lmasa iqtisodning tuvallab ketishidan qilgan bo'lsa, 91-yili shu o'zakning nimasi bilan urushda Amerika g'alaba qildi. Shuning uchun 91-urushni amaliyotda biz o'zakning g'alabasi deb atsak bo'ladi. Hamda bu vaqtda Sovet ittifoqi nima ish qildi deb so'rashimiz mumkin. Ayni vaqtda masalan atom bombasini Amerika ijod qilib uzoq qolmaylar bulardimi texnik paydo bo'ldi. Undan keyin olam texnikasimi bir-biridan o'g'irlab yurib, ish qilib hammasi asosan tanqadada mangan Sovet ittifoqi qanday bo'lib bu o'zak texnikasi keyin qoldi degan vaqtda o'zak texnikasini ishlab chiqargan bu jarayon, uning materiali atom bombasi yasash qaraganda u qadar hamda atom bombasi yasamoq oson emas, ammo o'zak texnikasiningki naqadar murakkab ekanligini ko'rib olamiz. Masalan, atom bombasini yasash texnikasini balkim Sovet ittifoqi Amerikadagi o'zining ishbilar orqali, savdogarlar orqali materialni setib olib, chertyojlarni setib olib balkim yasagan bo'lishi mumkin, ammo o'zak texnikasi kelganda bu usul ishlamay qoldi. Ayni vaqtda Moskvaning yanada Zelenograd deydigan bir shaharni maxsus xuddi Kirinni jilg'isiga o'xshash elektron texnikasini taraqqiy qildirgan bir o'ringa aylantirish uchun qurgan bo'lsa-mu, Amerikadan o'g'irlab kelgan yerim o'tkazgich texnikasini bular qarab turib, undan bir narsa o'rganib, bir narsa ishlab chiqarolmadi. Chiqarolmaganiga Sovet ittifoqi qoldi. U bir. Ikkinchisi, undan keyin Trotskiy deydigan bir nimaga qarshi Trotskiychilarni tozalash yoki ularni jazolash nimasi bilan shu yerdagi olimlarning hammasini, shu muhim ishlarga munosabat qilgan olimlarning hammasini Sibiriyaga surgun qilib etib, ular
Sibiriyada yangi yo'qolab cho'kaligi uchun bular texnik jihatdan Amerikaga mos holda bir ish qilolmay, ular xeli yaqinqi zamonlargacha kona texnika bilan Amerika bilan raqobatlashishga kelgan bo'lsa-mu, lekin Sovet Ittifoqi Amerikadak oldin qatorda bo'lolmadi. Endi bu orqali nima demoqchi degan vaqtida mush elektronlik texnikasi bugungi kunga kelgan bo'lsa, demak birsi ayni vaqtdagi so'g'uq munosabatlar urushi harbiy texnikadagi ustunlikni egallash uchun bu Amerikaningki davlat mudofaa ministrligidan, andan keyin olam qatnash idorasidan solgan mablag'lar, uning keyindan shu olimlarni rag'batlantirib, texnik xodimlarni rag'batlantirib, yangilikqa intilish, yangi narsalarni barliqqa keltirishga ko'plab nima qilganligi uchun, sharoitni yaratib berganligi uchun hatto nurg'un chet eldan kelgan olimlarmi bu ishlarga aktivlik bilan qatnashib, mush sohada masalan natija qozongan bir tayvanlik odam bor, masalan Gordon Chang deydigan, yoki bugungi Nvidia'ning boshlig'i Jason Jensen'ga qaraydigan bo'lsak, amaliyotda bular tigi-takdan Amerikalik emas. Bularni shu Tayvandan berib, masalan shu Amerikada hozirgi bugungi kunki eng asosiy texnikalarni tutib turayotganlar yana ham chet elliklar. Endi buning qarshisida Rossiya nima qildi desa, o'zining qo'ldagi olimlarni Sibiriyaga olib yangi yo'qol topshirib, shuna bilan ular o'zininki iqtidorli insonlarni joyga bayadami. Xo'sh. To'g'ri deysiz. Demak, bu bugungi kunga kelishimizda birisi Amerikaning iqtisodiy, ikkinchisi uning keyindan bu insonlarga o'sha yangilik yaratishga yaratib bergan muhit buni ekan. Endi bu yerda yana suhbatimizni davom qilsak, bu nima uchun bu Tayvan, Janubiy Koreya, Yaponiya bu kuchli bo'lib ketdi degan vaqtida aytdik, Yevropa Shimoliy Atlantik ahdiy tashkilotiga a'zo bo'lganligi uchun ko'p nurg'un davlatlar Yevropada asosan Amerika o'zininki nimasini so'g'uq munosabatlar jarayonidagi o'zininki nimasini hamkorlashadigan davlatlarni allaqachon tiklab bo'lgan. Endi xiris nereden keladi degan vaqtida, ayni vaqtida xiris yana Osiyo tarafdan, chunki bir tarafdan Xitoymi 64-yili atom bombasini muvaffaqiyatli holda sinaq qildi. Uning keyindan Rossiyaning bir tarafi shu Sharq Osiyo tarafga tutishib ketganligi uchun, demak Amerika Osiyo tarafdanmi o'zining ittifoqdoshlarini tepishga ehtiyoji tushdi. Undan keyin Tayvanni albatta tarixdan beri qo'llab kelayotgan bir davlat. Tayvanmi 64-yilgi bu yadro kuchiga ega bo'lgan Xitoydan bo'lgan qo'rqinchli ehtiyotda bu Amerikaga ehtiyoji bo'lganligi uchun ko'proq Amerikaga o'zininki nimasini ifodalab turdi. Undan keyin 60-yillarda iqtisodiy jihatdan Tayvanni ig'ir ahvolda bo'lganligi uchun Amerika uni qo'llash kerak. Shuning uchun bu birsiga bu yerim o'tkazgich texnikasi ko'p mablag' talab qiladigan, iqtidorli odamlarni talab qiladigan bir texnika bo'lganligi uchun u 70-80-yillarda Tayvan tarafga o'zining diqqatini burib, bir qism texnikalarni shu Tayvan taraflarga qildi. Undan keyin Yaponiyani biz bilamiz, Yaponiya Ikkinchi dunyo urushidan keyin nihoyat tez taraqqiy qilgan bir davlat. Yaponiyaga o'zininki yordamini navbatida ayamay qilgan. Uning keyindan Janubiy Koreya shu Malayziya bilan Singapur degandek davlatlar undan keyin ularning qatoriga qo'shilgan. Biz bu hozirgi ekranda ko'rinayotgan rasmga qaraydigan bo'lsak, mana shu asosliqi Amerika, Tayvan, Janubiy Koreya, Yevropa qatorliq davlatlar. Bu hamda oldin qatordagi 10 davlatlar. Balkim bundan masalan bundan keyingi 20, 30, 40 deganlarga qaraydigan bo'lsak, yana ham boshqa davlatlar o'tirg'i chiqishi mumkin. Hatto Turkiya ham bor buning ichida. Turkiya ham ma'lum bir o'ringa kelgan vaqtida Turkiya ham o'tirg'i chiqadi, chunki Turkiyaning muallaqi bir shirkatlari bor, elektrosoftlari dunyoda eng oldin qatorda turgan elektr tafsilotlar bo'lgandan keyin, ammo ularning o'zininki o'zlaklarini ishlab chiqarishning ehtiyoji bo'ladi. Shuning uchun Turkiya ham bu davlatlarning orasida bor. Xo'sh. Endi bu nima kelgan vaqtida bu
texnikanın şu asaslıqı Şarkı Janubi Asiyaga yötkülüp ketişinki sebeplerinden yana birisi adam gücü. Hem nurgun Amerika'da mesela gerçi aldığın sahada bunu layihələş yoki bo'lmasa ideyasını o'ttirib qo'yish sahada nurg'un odamlar bo'lgan bo'lsa uni ishlab chiqarish uchun keng ko'lamda nurg'un o'zaklarni ishlab chiqarish uchun yana ko'p mablag' ketadi, uning keyin nurg'un odam kuchi ketadi va buning uchun bu Amerikaningki bu texnikaningki bo'libmi ishlab chiqarish qismini Osiyoga yo'tkazishninki sababi yana shu mablag' bilan odam kuchi. Hoş. Köp rahmet hakikaten ben bunun münasebetli sualga ötüştüm burun. Şu sizma abi sözlerinizi qancha qatim tilg'alib o'tdingiz kirimnechiligisiniki qancha muhimligini. Turkiyada bak Silikon Vadisi deb to'da tilg'alindi nurg'un xabarlar chiqib turdi. U yerda nurg'unlagan deganingizdek dunyoning nami-naridan kelgan insonlar kichik bir qo'lda ish binasi bo'lmasimi shu fikr o'tirib qo'ygan narsa sababli qisqa vaqtdan ichida nurg'unlagan mablag'ga erishib dunyoviy shirkatlarga aylanib ketgan. Abay sizga Nvidia'ning qurg'uvchisi $100 boshlab degan necha milliard dollarga hukmronlik qilgan shaklga kelganligini o'tgan ko'rgandim men. Mushu Silikon Vadisi haqida qisqacha bir ma'lumot berib, undan keyin savolimizga o'tib ketgan bo'lsak. Ya'ni kirimnichilik haqida. Kirimnichiligini tilga oladigan bo'lsak, endi hozir masalan mühim şirketlerninki adresini eğer izleydiğim olsak, asasen San Francisco'nun tarafı, Palo Alto, Redmond degende kaçtak bir orullarının tizimlik çıktı. Hem bu şirketler kurulduğu vakti araydiğim olsak mı, köpüncüsü şu 80'li yıllarda ya onun keyinki vaktlarda kurulgan. Hem de o yerdeki atmosfera, onun kendinden o yerdeki hemkarlık, o yerdeki ideal, oturup uyuvatkan idealler, hemmisi şu etrafta boğallık için bu kirimneciliksiniki texnik taraqqiyatida o'ynaydigan roli nihoyat ko'p. Masalan, bizninki idoraning bir texnika idorasi bo'lish sifati bilan yilda bir guruh odam shu kirimnecilikda ikki haftalik shu shirkatlarni ko'rib, ulardagi bo'layotgan yangiliklar, undan keyin shu texnikaning taraqqiyotining yo'linishi, ideya o'tirib chiqayotgan ideyalar, shularning hammasini o'rganish uchun birinchi qo'l uchurga erishish uchun u yerga berib turdi. Hamda u hozirgi bir reallik. Hamda u yerda selinayotgan mablag'lar, masalan, siz dedingiz $100 bilan boshlabdi deb, to'g'ri bir shirkatni tizimlatish uchun balki $100 ketishi mumkin, ammo uningga masalan en qabil Stanford Üniversitesi'ni püttägen mesela injenerlik kasbini püttägenler buluşu mümkün. Yoki bo'lmasa Kaliforniya Üniversitesi'nin Berkeley'de o'qiyotgan yoki o'qish püttägen insonlarni darhol ularning iqtidoriga qarab turiblarmi, munchqul maosh bilan uni bir o'ringa elish uchun albatta iqtisod kerak. Ya'ni uningga iqtisod nereden keladi degan vaqtida hamda burun abay deb o'tdik. Şu Devlet Müdafiə Ministerliğinden yoki bo'lmasa Alam qatnash idorasi degandek o'rinlardan kelgan. Dedik endi bugun kunlikda u iqtisodga nereden keladi desa, baylardan keladi. Mesela maxsus venture capital deb qo'ydi bu inglizchada. Mesela shu maxsus shirkatlarga mablag' soladigan organlar bor. Mesela uning har xil darajasi bor. Mesela darajasi balkim 100 ming bo'lishi mumkin yoki 200 ming bo'lishi mumkin, hatto million bo'lishi mumkin. Shularga berib o'zining ideyasini o'ttirib qo'yib, belki Türkiye'de shunaqa bir programlar bo'lishi mumkin. Yangi bir ideya bo'lgan bo'lsa sizda, ideyangizni bir guruh odamning oldiga kelib, buni nima qilasiz? Tushuntirasiz. Menda mandaq bir ideya va men bu mahsulotimni bozorga solsam, balki mancha yilning ichida bunchalik pul tepishim mumkin. Men shirkatimning qiymatini bunchalik deb qarayman, buning 5%ni siz qilsangiz, bizga mablag' solsangiz, foydaning 5% sizga tava bo'ladi. Yoki bunda bo'ladi deydigan bir ideyalar o'tirib qo'yildi. Demak, San Francisco startup shirkatlari deymiz-ku, hamda yangidan boshlanayotgan. Bu yerga borsangiz, hamma odamning ideyasida bir xil men qachonliqqa mandaq bir shirkatni boshlayman. Bunu bunchalik mablag' ketadi deydigan ideya u yerda nima? U butunlay boshqacha bir atmosfera. Shuning uchun u yerdagi nima deymiz, atmosfera butunlay boshqa bir atmosfera. Xo'sh. Shunga shunda yangi fikrlar chiqadi hamda, shu shunda muhit o'g'irlik uchun. Xo'sh, doktor hamda
Abay mesela bu muşuncu olan muhim sahaninki, bunçlik muhim bir sahaninki fakat bir qancha şirketninki bilgan dünyada asaslık. Bularning qo'lda qilishlik sababini sizamda ko'plab ishlab chiqarish uchun odam kuchi kerak deb azroq tilga oldingiz. Ammo shunda faqatla mushi sabab bo'lishi mumkin. Uning kendidan ikkinchi bir savolim, yani eng murakkab o'zaklarni program tayyorlash jarayonida nurg'un maqola bir narsalarni ko'rgan bo'ldim. Mesela şu Tayvan'da siz yukarı tilga ilib o'tgan şu TSMC şirketi. Dünyadaki 90% en muhim özeklerini hammasini bir ishlab chiqaradigan. Bu albatta Amerika'nın bir yaram qilayotgan nuqta mayl ilgirki Trump davrida bo'lsin, Biden davrida bo'lsin, hozir maxsus mesela ayrim bir ishlab chiqarish o'rnini qurdigu deyman shu Trump Biden'dan bir ziyorat qilgan bir videosini ko'rgan shu. Demek ki muşunda bir mesela Tayvan'dan bulup en köp tilgalanıyotgan, Xitay bir xaris qilib turayotgan bir alıman deb turayotgan bir devlet hem de Tayvan. Ama muşunda bir muhim dünyanınki hammasi titrab turayotgan, bu yerda bir çataq chiqsa dünyadaki bütün şu sahaga ig'ir darajada ta'sir etadigan bir murakkab shirkatning mesela bu yerda bo'lib qolishi. Nima uchun sizce? Onun kendi bu Tayvan şu şirket, bugünkü hala qandaq geldi bu şirket, başkalar ega bo'lmagan nemaga ega mesela? Endi bu TSMC'ninki musholatga kelishi bu bir uzun bir jarayon. Endi biz abaydilik 80-yillarda boshlangan bo'lsa, endi hozirgacha balki 30 necha yil 40 yillarga yaqin vaqtlar ketdi. Bu jarayonda masalan bu shirkat birsiga eng muhim bo'lgan ahli mulk huquqini bular tutib turibdi. Bu bir. Chunki buning har qanday bir texnikaninki ishlab chiqarish nimasi bo'lganda, uningki patent idorasi uni patentlaydi, uning keyindan ahli mulk huquqi yoki ishlab chiqarish usuli bo'lsin yoki loyihasi bo'lsin, ma'lum bir narsa bu shirkatninki qo'lida bo'ladi. Demak, bu Tayvan yerim o'tkazgich ishlab chiqarish shirkatininki qo'lda tutib turayotgan ahli mulk huquqi bor. Ikkinchisi, bular ayni vaqtida nihoyat ko'p mablag' silib bu ishlab chiqarish liniyasini qurib chiqqan. Bu az pul ketmaydi. Mesela onun belki milyardlab, mesela 100 milyardlab pul ketish ehtimolliqi bo'lgan bir ishlab chiqarish liniyasi. Bu bir. Andan keyin yana birisi, bular butunlay ishlab chiqargan mahsulotlarga ta'riflab chiqqan xodimlarninki uzun yillik tajribasi. Onun keyindan TSMC'ninki hozirgacha shunday bir muhim rolni tutib turishi, bular maxsus bir sohani tutmagan. Masalan, ular Nvidia'ga ishlab chiqarishi mumkin yoki bo'lmasa IBM'ninki kompyuterlar ishlab chiqar yoki HP deymiz, Hewlett Packard. Masalan, kompyuterlarninki nimasini ishlab chiqarishi mumkin. Yoki bo'lmasa iPhone'ninki muhim asboblarni olma shirkatininki o'zaklarining ko'pinchisini shu TSMC ishlab chiqarishi mumkin. Abay dedingiz, 90% ishlab chiqarilayotgan o'zakni TSMC ishlab chiqardi degan gap. Demak, nurg'un shirkat uchun bular maxsus material ishlab chiqardi. Endi bu ashna bilan o'xshash bir shaklda bir shirkatning qurilib, şu mahsulotlarning hammasini ishlab chiqarish uchun birsiga shu ishlab chiqarish liniyasi ketadigan mablag' nihoyat yuqori bo'ladi. Masalan, ma'lum bir davlatninki yillik nimasining daromadininki ko'rinarli qismini mablag' solganda balki shunday bir shirkat qurilib chiqishi mumkin. Ikkinchisi, necha minglagan, hatto necha 10 minglagan bu sohada muncha yillik tajribasi bo'lgan bir emgak kuchini shu xodimlarni yetishtirib chiqish uchunmi unchalik az vaqt ketmaydi. Onun keyindan yana birisi ahli mulk huquqi dedik, anamki ishlab chiqarishniki mukammallik dedik. Masalan, shu qadar sifatli bir mahsulot ishlab chiqarmasa, demak, ular hozirgacha shu o'ringa kelolmaydi degan gap. Abay deb o'tgandek, Amerika shu Xitoydan keladigan tahdid tufaylidan Arizonada ashuna o'xshash bir narsani ishlab chiqarish uchun bir zavod qurishning nimasini abay siz dedingiz. O to'g'ri. Endi masalan tasodifiy Tayvanga hujum boshlanib ketib qolsa, biz demak ta'minlash zanjirining uzilib ketishini xohlamaymiz. Biz davlatning iqtisodiy, davlatning taraqqiyotiga munosabatli materiallar kam qoladi. Shuning uchun biz qilaymiz deb tutdik. Masalan, biz korona vaqtida ko'rdik. Ta'minlash zanjirining qanchalik munosabatli ekanligini, biz qanchalik beqinib qolganligimizni biz ko'rdik. Masalan, elektrik mashinalar
ma'lum bir iqtidori masalan o'zi haydaydigan mashinaningki nemisi zapchastlar kelmaganligi uchun u iqtidorlar bo'lmaydi yoki bo'lmasa chiroq yoki tormoz bir narsalar balki burunqidagi bo'lmasligi mumkin degandek bir gaplar o'tirg'a chiqqan. Demak, mashina sanoati bunga bog'liq bo'lib qoldi degan gap. Yana undan boshqa nurg'un sohalar bor. Demak, buni oldin olish uchun boshqa bir davlatga qurib chiqish kerak. Ammo TSMC'ninki hozirgi holatiga kelish uchun necha 10 yillar vaqt ketishi mumkin. Birsiga texnik xodimlarni yetishtirish kerak, ishlab chiqarish liniyaninki sufti, aşağıdakilar bo'lishi kerak. Buni kim qurib berdi desa, yana ham Tayvandan kelib, balki Amerika qurib bersa, ularninki hozirgi to'plagan tajribasi balki boshqa yerda bo'lishi notayin. Bu uzun yillik nima qilgan narsa. Undan keyin Tayvanmi o'z shunun bilan bir vaqtda bu dunyodagi mushundaq bir muhim o'ringa aylanganligi uchun albatta davlatninki muhim soladigan mablag'ini mushundaq shirkatlarning taraqqiyoti uchun soladi. Xo'sh. Doktor, endi mushada abayimiz tilga olib o'tdingiz, masalan, shu odatda bir telefonning ichida mesela qanchilgan kichik barmoqdan balki shu eng kichik sinchiloq barmoqimizningki hajmidan kichik özekli vardı hem de. Mayli maşinli olsun hem menasida. En muhim özek, yani ahirki özekni kim lahilep çıkardı, nemiş ki başka devletler onu icat kılamaydı diyen bir sualım vardı. Hem de bu özekni yalnız bir devlet ya ki bir şirket işlep çıkardı desek belki mübalağa olup gidiyordu. Bir resim var şeyde, o işlep çıkarış jarayonunki. İşlep çıkarış jarayonunki qaysi şirketlarninki bu yerda muhim rol o'ynaganligi. Bu yerda Amerikaning şirketlari var, mesela loyihalash asosli uni taraqqiy qildirish sohasida ish qilayotgan. Uning keyin uningki ideyasi o'tirib qo'yilgandan keyin uni loyihalagandan keyin uni material kerak bo'ladi. Mesela bu yerda zabay kremniy material dedik. Kremniy materialninki saptıqı mesela %100 derecede buluş gerek. Ondaq bo'lmaganda mesela ma'lum bir başka qo'shimcha materiallar aralashib qolganda iqtidori yoki sufti o kadar bo'lmasligi mumkin. Anan keyin bu materialni shu nipiz mesela bir nanometr yoki doirasidagi qalinlikda kesish uchun tayyorlaydigan nimalar bo'ladi. Abay nanometr degan vaqtida 1 metr 1 trilyon nanometr bo'ladi. Shunchalik nipizlikda mesela materiallarni kesib qilamiz. Anandan abay litografiya deydigan bir texnika var. ASML şirketi Yevropada, Gollandiyada. Bu loyihalangan chertyojni shuning ustiga besib chiqish kerak. Bu besib chiqarish texnikasi aytib qiziqarli bir texnika. Masalan, biz virusni yoki bo'lmasa bir bakteriyani ko'rmoqchi bo'lsak, optik mikroskopning ostiga qo'yib turib, uni milyard as cho'ngaytgandan keyin bu yerda mundaq bir nima borki, masalan, mikroskop orqali ko'ramiz uni. Bir milyard as cho'ngaytib turib, ana keyin narsani ko'ramiz. Bu besish texnikasi naq shundan ta'tiri. Biz bir loyihani, chertyojni, shu odatda bir o'zakning o'zi odatda bir qancha nanometr cho'nglikda bo'ladi. Bu hamda bu eng ajallik o'zak ustida bo'lyapti. Bu eng ajallik nima deymiz? Eng muhim bo'lgan o'zak bu bir qancha nanometr doirasida bo'lganligi uchun buni shuning ustiga besish uchun shu abaydiq kremniy materialning ustiga taxtini elektronlik loyihani besib şunun tok yo'lini necha nanometr doirasini qilish uchun uni milyard as kichiklik turib besish kerak. Demak, optik mikroskopning ta'tiridagi bir ish yuz berdi oyada. Litografiya degan narsa shu. Buni masalan ASML qiladi. Uning keyindan bu narsalar besib chiqarib tayyor bo'lgandan keyin Tayvanga berib, masalan TSMC'ga o'xshash shirkatlar to'g'ri ASML shu mashinani chiqardi, necha million dollarlik qiymatidagi mashina. Aynı vaqtida masalan yaqinda bir xabarlarda ASML'ninki shu mashinani Xitoyga setib berishni cheklaganlik to'g'riliq bir narsa o'tirib chiqdi. Demak, bu shu materialning ustiga loyihani besib chiqqandan keyin uni tok yo'llarini bir-biriga moslashtirib, uni taxtayning ustiga qo'yish degandek ishlarni TSMC'ga o'xshash shirkat qiladi.
Anan keyin uni ananikin Amerikaga yoki bo'lmasa shu mahsulot ishlab chiqargan yerga berib, masalan, Apple şirketi bo'lgan bo'lsa, Alma şirketi bo'lgan bo'lsa, Alma telefonni yasagan vaqtda unaniki qorashtirishni oxirgi ishni shu yerda qiladi. Demak, bu haliqi bir mahsulotni ishlab chiqarishda birla shirkat muhim o'rinda turadi degan olmaydi. Ammo ASML degan shirkat bunun ichidagi eng muhim shirkatning birisi, u haliqi necha nanometr doirasida material o'zak ishlab chiqaradiganni hammasi qilolmaydi. Masalan, Xitoyninki qilolmayotgan narsa shu. Xitoyninki ishlab chiqargani 10 nanometr doirasidagi, masalan, kunlik turmush ishlatilgan elektrosvoplar yoki mashina bu narsalarning o'zligini ishlab chiqara olgan bilan eng nozik bo'lgan, eng muhim bo'lgan o'zaklarni Xitoy ishlab chiqara olmaydi. Buni yanalar, masalan, Huawei şirketi masalan 2017-yilda importlashmasam Amerikaning embargo yurgizgandagi telefonlarni ishlab chiqarolmay, bir vaqtlarni setish nimasi tushib ketgan yoki bo'lmasa Zhongxin şirketi, ZTE deydigan shirkatga setib bermagan uchun qilolmagan. Nima degan vaqtda biz deyapmiz, necha nanometr cho'ngliqdagi murakkab o'zaklarniki bu. Chunki telefonning cho'ngligi alqanchalik keladi, uningga masalan 10 nanometrlik tuvan iqtidordagi elektron texnikalar qilsa, telefonningki tatqa rasmning suzuklik darajasi, uninki iqtidorlik nimasi hozirgidek bo'lmaydi. Shunga ayadagi eng muhim texnika bu haliqi o'zining Xitoyning raqobatchilarining qo'lida bo'lganligi uchun Xitoy degan texnikani davlatlardan ololmaganligi uchun ta'lim jihatda haliqi nimasi texnikalik taraqqiyoti degan yo'nalishga bormoqda. Demak, bu yerda endi kim ishlab chiqardi degan savolni mencha badim deb qarayman. O'sha rasmni qaraydigan bo'lsam, birisiga shu ASML şirketining texnikasi, onun keyin Tayvan şirketininki buni qorashtirishi, onun keyin Amerikadagi shirkatlarning uni loyihasi, onun keyin shuningki nazariyasi o'tirib qo'yish. Masalan, her Moore'ning qonuni deydigan bir qonunda bir o'zakning ustiga sig'adigan transistorning soni her 2 yılda bir katlanıdı deydigan. Hem de o Moore'ning qonuni bo'yicha chiqqan vaqtida o'zaklar texnik iqtidorli, texnik kichiklish kerak, ham Moore'ning qonuni balki burunqidek bo'lishini atayin. Xo'sh. Haqiqatan ajoyib bir nima bu. Hamda doktor shu yillardan buyon shu Amerika eng boshda atrofidagi o'zining ittifoqdoshlari bilan shu Xitoyning o'zak ishlab chiqarish mashinasiga erishishni cheklayapti hamda. Bütün kuch bilan, chunki shu erishmasin shu texnikaga deb. O'zak oldi bilan o'zak ishlab chiqarish mashinasiga yana bir o'zak ketadigan masala ekan hamda. Ishlab chiqaradigan mashinaga. Bu o'zak qandaq o'zak, buni kim ishlab chiqaryapti? Masalan, siz abaytilgan Gollandiyadagi shirkat ishlab chiqaramdi. Uning keyindan Amerika shu o'zak ishlab chiqarish uskullarininki Xitoyga ketib qolishini to'sish uchun masalan Gollandiyani yana oldi, Yaponiyani oldi. Buningda masalan Xitoyga qandaq qanchalik bir iqtisodiy hajmi Xitoyning tatqan ep keldi va yoki buningdan keyin keldi degandek ikki savolni bir xil so'rab o'tayim. Endi bu nima kelgan vaqtida masalan bu Xitoyga keladigan ziyinga kelgan vaqtida endi uning qanchalik ziyon bo'lganligiga aniq bir hisob qilish tez, ammo Huawei'ga 2017-18 atrofida bu embargoni yurgizgandan keyin 2019-yildagi tatqan ziyini xatolashmasam 30 milyard mı 60 milyard mı şu derecede ziyan tatqan. Endi bu davlatlarning hammasining birlashib Xitoyga texnikani chiqarishni cheklashi, masalan 2022-yili Biden hukumati o'zak va ilm fan qonun deydigan o'xshash bir qonunni ijro qilib, shu Tayvan'daki TSMC şirketiga o'xshash o'zining ittifoqdoshlarining yoki Amerikaning muhim shirkatlarininki Xitoyga muhim texnikalarni setishni cheklash nimasini o'tirib qo'ygandan keyin endi bu Xitoyga albatta ziyon qiladi bu. Endi masalan Xitoyninki nurg'un planlari bor. 2049-yilga kelgan vaqtida hamma sohada texnikada jihatdan bo'lsin, mayli tantarbiya jihatdan bo'lsin, hamma sohada mayli meditsinada bo'lsin, hamma sohada dunyoning birinchisiga aylanish. Bu Xitoyninki bo'libmi sun'iy aqlga qanchalik mablag' solayotganligi, taraqqiyotning qayerga kelganligini biz bilamiz masalan.
Şu bütün narsalarniki avtomatik holda ma'lum qilinishi, kontrolniki avtomatik bo'lishi deganga o'xshash narsalarniki. Bu bir davlatningki raqamlik iqtisodiga ham shu davlatningki eng muhim iqtisodiga ta'sir ko'rsatadi. Endi men bu jihatdan biroz izlandim. Deyilishicha Xitoyniki biz iqtisodni yilda o'sib menishni masalan vaqtlarda 10% atroflarida daytoq keyingi mezgillarda tuvallab 3-4%, 5-6% atrofiga tushgandek nima bo'ldi. Hamda shu Amerikaninki yoki uning ittifoqdoshlarininki Xitoyga qarshi olib berayotgan embargosi shuni 1%dan 2%ga tuvallatadi deb. Uni aniq bir narsa, bir sonliq ma'lumotni nima qilish tez. Bu chunki nurg'un narsalarga solish chetilganlik uchun. Ammo iqtisodiyotga ta'sir qilishi ko'rinarli darajada degan gap masalan. 6% o'sayotgan iqtisod 5%ga tushdi deganlik albatta bu ko'rinarli ta'sir degan gap bo'ladi. Xo'sh. Doktor Mishadamda abay atlab o'tib ketib qolibman shu. Bu sohada hamda dunyodagi hamma sohada ma'lum miqdordagi pul aylandi hamda iqtisodiy bir hajmi. Bugun shu dunyodagi shu asosliq mush bo'libmi o'zak sohasida qanchalik bir iqtisod aylanyapti? Agar xatolashmasam, hozir 5-600 milyondan halqib, masalan, shu yana bir oldimizdagi 5-6 yilning ichida bir 5-600 milyarddan 1 trilyon yo'nalishiga qarab ketyapti deb qarasak bo'ldi. Masalan, shu o'zak texnikasining atrofida bo'layotgan iqtisodiy kuchni odatda shu 1 trillion yo'nalishiga qarab ketyapti iqtisod deyishgan. Xo'sh. Undaqda albatta step o'tgandek hamda bu Amerikaninki masalan Amerika, Gollandiya, Yaponiya navbatda asosliq shu Xitoyni o'zak bilan ta'minlash, cheklash sepiga o'tdi. Hamda buninki Xitoyga albatta uzluksiz Xitoyninki masalan eng muhim narsani ishlab chiqarmayotganligini dedingiz hamda. Bo'libmi o'zak ishlab chiqarish mashinasiga erishish uchun buning yo'lini yetyapti masalan G'arb Amerika boshchiligida. Bu kelgusidan masalan Xitoy qachongacha o'tganda masalan bo'libmi shu Xitoy virus vaqtida nurg'un shirkatlarniki shu eng muhim o'zakka erishamagan uchun mashina ishlab chiqarish shirkatlarining nurg'unlariniki ish to'xtab ketganligi haqida nurg'un xabarni bergandik biz hamda. Demak, nurg'un sohaga chetiladigan bir ish. Siz hamda buningki bu ishninki kelgusini albatta yana nurg'un ittifoqdoshlarining kayniga elib har tarafdan bo'g'ishi mumkin Xitoyni. Amerikaning siyosati bu tarafga qarab ketayotgandek turdi hamda. Sizcha kelgusini bu ishninki kelgusini qanday ko'rasiz? Xitoy bu yerdan o'zi ishlab chiqara oladigan holga kelishi mumkin emas deyotganlar, mumkin deyotganlar masalan bu sohada. Masalan, qanday bir chiqish yo'li bo'lishi mumkin kelgusida sizcha? Endi hozir degandagidek bu Amerika boshchiligidagi ularning ittifoqdoshlari, aning keyindan bu sharq tarafdagi Xitoy boshchiligidagi davlatlarninki yana uning ittifoqdoshlari hozir ham dunyoda bir parallel vaziyat shakllanyapti. Masalan, siyosiy jihatdan masalan kesak davlatlar deymizmi, BRICS davlatlari deganga o'xshash davlatlar o'tirg'i chiqib hozir o'zining pulini, o'zining bankasini, yana bir narsalarni nima qilamiz deyapti. Ammo ular o'tirg'i kelishmaganligi uchun yanalam degan yo'nalishga bormadi. Undan keyin ularning ichidagi bir qism davlatlar kamadanki 2-5ga dastlab turg'uliq ilm tarafga foydali bo'lsalar atrofga yo'tkalaylik. Shunga bularningki ittifoqdoshlari, masalan Xitoy tarafidagi ittifoqdoshlari ishonchlik emas. Endi garchi dunyoda iqtisodiy jihatdan nurg'un kuchli davlatlar bo'lgan bo'lsa-mu, iqtisod hozir bo'lgan bo'lsa-mu, birsiga abay degandiga o'xshash ahli mulk huquqininki, anan keyindan hozirgi bo'g'achi hozirlangan texnikaninki ittifoqdoshlarining sirtidagi yerlarda uni o'rtoqlashilmaganligi yoki bunday yuqori darajada qo'g'dilganligi uchun hatto ba'zan texnikalar davlat mudofaasiga shu davlatning bevosita iqtisodga taqildigan bo'lsa, nihoyat yuksak darajada qo'g'dilganligi uchun shunga iqtisodiy kuchli jihatdan bo'lgan davlatlardan bu texnikaga erishilmaylik. Xitoy buning ichida. Endi Xitoy garchi yilda nihoyat ko'p miqdorda nima silib, mablag' silib, hatto Xi Jinping Deng Xiaoping o'tirib qo'ygan ishni ichib etish,
siyosatni keyniga yandirib, hatto bekinmachilik siyosatni qo'llanib, ba'zan texnikalarni o'zi ishlab chiqarib, o'zi uchunlarni ishlab chiqarib, sirtlarga bermay mushtaq qilishni tashabbus qilayotgan bo'lsa-mu, ammo ular ko'rinarlik natijaga erishilmadi. Masalan, Xitoy iqtisodni taraqqiy qildirish uchun neftga ehtiyoji bo'lgan vaqtida neftni o'zining ittifoqdoshlaridan akirib, o'zining iqtisodiga nima qilgan. Bu o'zak texnikasimi Xitoy garchi shu usulni qo'llanib bir qism texnikalarni kirgizgan bo'lsa-mu, ammo bu texnikalarning ko'pincha ularningki ittifoqdoshlaridan emas, raqobatchilardan kirganligi uchun degan miqdorda texnikaga erishilmadi. Buning uchun erishimiga texnika ta'sir qiladi. Ammo bu qachongacha davomlashadi degan vaqtda buni bir narsa deyish tez. Balkim yangi ittifoqdoshlar, yangi guruhlar o'tirib chiqishi mumkin. Abay deganga o'xshash Xitoymi bu sohada amaliyotda u qadar keyinda qiliqliqmi emas. Lekin eng sifatli o'zaklar yana ham raqobatchilarning qo'lida Xitoyning ishlab chiqarayotgan sifatsiz desak to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, Abay dedi, nanometr doirasidagi masalan 3 nanometr, 4 nanometr darajadagi eng murakkab bo'lgan, eng mukammal bo'lgan, eng sifatli o'zaklar yana ham raqobatchilarning qo'lida. Xitoyning ishlab chiqarayotgani kunlik turmushlarda ishlatiladigan cho'ng masalan 10 necha nanometr sohasidagi o'zaklar. Endi balkim mushundaq taraqqiyotga davomli mablag' sarflasa, yilda mancha million universitet o'quvchilari yuqori kasblarda o'qigan nimalari balkim davomli o'tirg'i chiqaversa, uning keyindan g'arb bexastalik qilib muhim texnikalarni o'g'irlab ketishi, ahli mulk nimasiniki o'g'irlab ketish sababidan Xitoy ketib qilishni kontrol qilmasa, balkim ma'lum mezgildan keyin shu raqobatchilar bilan teng qatorda dunyoda ta'sir ko'rsatadigan darajada o'zaklarni ishlab chiqarish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Endi bu hozirgi endi jo'g'rofiya va siyosiy muhitning taraqqiyotga kelgan vaqtida bekinmachilik bakrak nima bo'lyapti? Endi shu birsiga korona sababli bizlar ta'minlash zanjirining bir ojizlik ekanligini ko'pincha davlatlar his qilganligi uchun Yevropani balkim bundan keyin Osiyoga beqinmaydigan, Amerikaga beqinmaydigan shaklda Yevropadagi ittifoqdosh davlatlar orasida texnik cho'ng bir nima qilishi mumkin. Ammo lekin yana ham balkim Amerika bilan teng barobarlik o'tirdi qilishi mumkin, garchi ma'lum darajada o'zining mustaqillik saqlab qolsin. Shuning bilan tenglar vaqtda sharqda shunday bir ishning yuz berishi ehtimolligi bor. Ammo yana ham bu bir oldi bilan dunyoninki coğrafi siyasi ahvalninki muqim derecede terakki qilishga ihtiyacı bo'ladi. Bo'lmasa hamma odam o'ziga ishlab chiqqan vaqtida balkim taraqqiyot bostilab ketishi mumkin. Masalan, shu 80-yillarda, 90-yillarda biz 2000-yilning misolini qildik. Nihoyat ushqandek tez taraqqiy qilgan. Bo'lsa, endi bundan keyin balkim taraqqiyotning surati burunqidan biroz ostroq bo'lishi mumkin. Xo'sh, endi haqiqatan men shu program tayyorlash jarayonida Xitoyninki shu ham biz xabarlarimizda pat-pat berib turamiz. Xitoyning shu ko'p cheklamaga uchrayotganligi uchun tarafdan bu sohadagi shirkatlarga sanoqsiz Xitoyning mablag' selayotganligi. Ammo hozirgacha qilayotgan tirishchiliklarning ko'p qismining mag'lubiyat bilan oyoqlashganligini ham o'qidim ham. Endi shu sizce shu Amerikaninki masalan bu sohani kontrol qilib asosli kuch bo'lib turish, o'zining ittifoqdoshlarini atrofiga to'plash bilan bo'lsin, muhim shirkatlarni Xitoyga buni eksport qilmaslik haqida bu sohadagi. Shunday kuchishining sababi ya'ni faqatlam bugun Amerika dunyoda masalan birinchi kuch shaklda turib tutiblam şu aldığın xatarını qo'ldan bermaslik uchunmi yoki boshqa iqtisodiy sababdan bo'lishi mumkin. Adiki yana bir muhim narsa Xitoyniki biz har qanday texnikani o'g'irlashda mahir ekanligini bilamiz endi. Ya'ni o'g'irlikda mahir bir maxluqlar bo'ladi. Bunda bir texnikani masalan nurg'un o'quvchilarni chet elga chiqardi har yili muhim sohalarda. Buni hozirgacha masalan shunda o'g'irlik bo'lmaydigan bir texnika bu. Xitoy hozirgacha nimishqa o'g'irlayapti? Hamma nurg'un narsalarni atisi bugun nochis chiqsa, saxtasini ishlab bo'lgan Xitoy bugungacha bunga erishilmadi hamdi.
Bunda mag'lub bo'lib ketdi mesela. Bunun sebebi sizce bu bekle murakkab yani uğurlaş imkaniyeti yok bir texnikilimi var mı? Özek sahasınınki. Endi oddiy bir misol olay, bozorga berib bir tort yedingiz, tort nihoyatda tetib ketdi. Şu tortdan yeni bir parçanı kesip akılıp uyga kelsangiz belki siz ishlab chiqargan tort o tortdek o'xshagan bo'lishi natayin. Gerçi onun keynede, onunki ham materiallarının neymiş ekanligi yozilgan bo'lsin, ammo reseptniki mesela onu qanchalik vaqt pishirish yoki xemiyani qanday jug'urish degandek narsalarniki yani nemisi reseptlari aniq bo'lmaganligi uchun balkim tortni pishira olmasligimiz mumkin. Endi bu misolim bo'lmadim bilmayman, ammo bu özek texnikasi u darajada bir oddiy bir emas. Chunki uning reseptlari bir yerga yozilmagan. Yani bu dedik ya, o ehlimlik qo'llanilgan bir narsa. O chertyojlari balkim o alaqabi texnologiyasının ustida ishxonasida qo'yib qo'yilgan bir chertyojlar emas, balkim maxfiy bir yerda saqlangan yoki bo'lmasa uni loyihalashdimi, balkim uni loyihalaydiganga balkim her bir gruppada bir 8-10 dan adam bo'lsa 7-8 gruppa hatta uningdan jiq odamlar loyihalaydigan ben perezler devatmaya magipten de. Onun kendinden onunki abaydı dok onun besip çıkartılan teknika yeni bir nesle bu abay degenge o'xshash bir davlatning ichida nurg'un tadqiqot bo'limlarining yoki nurg'un organlarninki uning kendida xalqaroliq bir hamkorlikning asosida bo'layotgan narsa bo'lganligi uchun buni akilib bozorda setilib abay Rossiyani misol oldik. Mesela atom bombasini yasash nimstayu bular nurg'un narsa texnikalarni o'g'irlash orqali ko'chirib ular qaytadan yasab chiqqan. Endi Selonograd degandek bir yerga silikon jilg'isiga o'xshash bir yerni qurib qilgan bo'lsa-mu mag'lub bo'lganligini gapini qilgandik. U vaqtlik texnika hozirgidan nayti köp keynide hem nayti qalaq bo'lgan holatda desak bo'ladi bir yükselish to'g'rida. Hem shuni bir ko'chirib yasayolmagan narsani hem bugungi kunlikda bu darajadagi murakkablik narsani ularning ko'chirib qilib ketishi tez. Bu bir. İkincisi biz hozirgacha qattiq detalning gapini qilib keldik. Bu yerda amaliyotda nurg'un narsani qildirayotgan, masalan, shuni yaqinlikka gapga kelsak, yana bir narsa kelsak, bu yerda rol o'ynayotgan narsa qattiq detalning o'zi emas. Qattiq detal to'g'ri buyruqni ijro qiladi, bizning u yerda yozib chiqqan logikalik narsalarning asosida yana bir natijani hosil qiladi. Bu yerdagi narsa yana birisi yumshoq detalning gapi. Bu o'zakni aşı darajada mukammal qilayotgan narsa ustiga mengayotgan programma buyruqlar. Bu mu yana bir nima qiladigan narsa bu yerda her qanday bir yumshoq detal texnikasini biz bilamiz voy falan narsa hujumga uchrab ketibdi yoki bo'lmasa Pukuniyada hakkerlar nima qilibdi bir narsani buzib ketibdi degan narsani biz gapini qilamiz. Bu yerda deyilayotgan narsa bu yerdagi yumshoq detalninki kamchiligi yoki bo'lmasa yumshoq detalninki ojizligidan bo'layotgan narsa. Ondan keyin bu yerda yumshoq detalning ustida bir taraf qilinayotgan narsa nima degan vaqtida sonliq ma'lumot. Ba'zan sonliq ma'lumotlar nihoyatda nozuk sonliq ma'lumotlar bo'ldi. Harbiy bilan munosabatli bo'lgan, davlat maxfiyatligi bilan munosabatli bo'lgan, siyosat bilan munosabatli bo'lgan, o'tirg'i chiqisi bo'lmaydigan nurg'un maxfiyatliklar bor. Bu narsalar nimada saqlanadi bugungi kunlikda elektronlik shaklda ma'lum bir yerda saqlanadi, shu kompyuter deylik. Yoki bo'lmasa ma'lum bir saqlanadi, yoki bir narsa bir taraf qilindi, bir yerga yo'tkiladi. Bu jarayonda ishlatgan bu asbobniki bexatarligiga diqqat qilinmasa, demak uchurni o'g'irlab ketish ehtimolligi bor. Bu yerda bu o'zak texnikasiningki yana bir o'ynaydigan roli nima deganda yana biroz siyosiy xarakterlik narsani oladi. Bu yerdagi bexatarlik. Bu yerda biz cyber security deymiz-ku, buni tor bexatarligi desakmi ancha to'g'ri tarjima qilingan so'z bo'lmaydi. Ammo bu yerda davlat mudofaasi, davlat bexatarligi yana bir narsalar bilan chetildi. Uning keyin bu o'zak texnikasini dastlabda davlat mudofaa ministrligi yoki olam qatnash idorasi degan o'xshash organlarniki nimasi mablag'i bilan qurilgan deymiz. Hozirmi nurg'un shu uchur sohasidagi texnikalarningki eng nochisi yana harbiyniki yoki davlat mudofaa ministrligining qo'lida. Ama biz qo'limizda xalqning qo'liga tushib ishlatilayotgan texnikalar balkim bir qancha davr yoki bir ishki davr balkim keyinda bo'layotgan texnikalar bo'lishi mumkin.
Unda bo'lganligi uchun demak ma'lum jihatni aytgan vaqtida bu ta'minlash zanjirininki ishlatilayotgan shu masalan bir kompyuter degan bo'lsak uning ichida necha o'nlagan necha yuzlagan shirkatlarning ishlab chiqarilgan o'zaklari bor balkim ma'lum bir o'zakninki ishlab chiqarilgan o'rinninki Xitoy bilan bevosita munosabat va harbiy bilan munosabatli o'rin bo'lib qolsa u mahsulot hech qachon Amerika bozoriga kirmaydi. Hatto Amerika bozorida ishlatilayotgan davlat mudofaa munosabatligi bexatarlik munosabatli bo'lgan asboblar Xitoyga bormaydi. Demak, bu yerda yolg'iz iqtisod, kuch yoki nima ahli mulk huquqlar emas, bu hatto shu davlat mudofaa nimasiga taqaladi. Masalan, bir misol olay. Yaqinda bizningki men bu İstanbul'da doklad bergandan keyin men buni LinkedIn'ga chiqarib qo'ygandim. Bizning idoradan bir bo'lim meni bir cho'ng yig'inga kelib maslahatchilik berdiganga taklif qildi. Nima maslahatchilik qildi ekan desa, bu IoT internet narsalari orqali bir avtomatlashtirish sohasida qilingan bir ish ekan. Bunun asbobini gateway deymiz, uchurni bir yerda to'plab yana bir yerga yo'llab turadigan asbobni Litvaniyadagi bir shirkat ta'minlaydi ekan. Bu ta'minlagan asbob bilan Amerikadagi bir davlat darajalik bir organninki bir ishini necha millionlik projekt ekan, bu projektni qilmoqchi ekan. Shuning ichida Qualtek deydigan bir shirkatninki shu tor aloqasiga mulozimat ta'minlaydigan bir modyul bor ekan. Qualtek degan shirkatniki. Bu Qualtek degan shirkat Xitoyninki harbiysi mablag' solgan shirkat ekan bu. Shuning bilan meni bu sen shu o'zak texnikasiki Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi urush degan temada bir narsa men uyg'urcha so'zladim bu yerda, lekin men inglizcha yozib qo'ysam, sen biz shuningdan bizga maslahat deb chaqiribdi. Shuning qilgandan keyin bu yerda nurg'un temalar bo'ldi, chunki buni Litvaniyadagi bir shirkat buni butunlay tekshirib, aniqlab, uning keyinda mahsulotni ishlab chiqarib, Amerikaning bozoriga solgan Amerikaningki bir shirkati bor, shu elektronlik asboblarni nima deydigan FCC deydigan bir shirkat bor, bularga sertifikat berdi. Mahsulot Amerika bozorida qo'llanilishi bo'ldi degan. Sertifikat berganki, ammo 2023 yılımı parlamentden FCC'ninki başlıkını çağırıp ekilip, Qualtek degan şirket işlep çıkaran materyal bağ olan asbobni Amerika bozoridan chiqarib etsa, sertifikatni yo'q qilsa deydigan bir xabar bor ekan. Shuni men idoradagilarga shuni ko'rsatib qo'ydim. Demak, Amerika bu hozir shu Qualtek shirkatiniki Amerika bozorida aktiv bo'lishiga sezgurlik qilyotdi. Deb shundan Kanadaninki Qualtekning Kanadaning shirkatidan e'lon qilgan bir nimasi bor ekan, mush to'g'riliq internetga qo'ygan bir narsa bor ekan. Degan vaqtida biz hech qanday bir yerdan xalqni uchurini o'g'irlamaymiz. Biz bu hech qanday kommunistik partiya bilan hech qanday bir aloqamiz yo'q deb hatto o'zini oqlashga majbur bo'libdi. Bu gapni nima ish qilmayman degan vaqtida, demak bu yerdagi bu o'zak texnikasiniki Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi bu ziddiyatninki nimasi manbasi yolg'iz iqtisodiy jihatdagi yoki bo'lmasa ahli mulk huquqi jihatdan emas, bu davlat bexatarligi, undan keyin harbiy maxfiyatlikdan boradi. Xo'sh. Shuning uchun Amerikaning bu sohani o'z kontrolida tutib turishining sababi faqat iqtisodiy andisha emas, balki davlatninki bilganki ham Amerikaning dunyoda birinchi kuch bo'lib turishininki u taxtini yo'qotmaslik ham o'zining davlati va ittifoqdoshlarininki mudofaasi uchunmi intayin muhim degan bir javob chiqqan bo'ldi bundan. Bundan keyin internetdan izlab baqsangiz hozirmi topa olasiz. Bir Windows'ninki shu kirishni kontrol qiladigan sistemisdagi yutuq tufaylidan shu Amerikaninki savdo ministerligi, anan keyin parlament a'zolarininki emaillariga hujum qilgan, anan keyin shuningki uchurlarini o'g'irlagan nayti keng bir taqalgan bir xabar bor. Uni Microsoftga eng cho'ng satchilikdan birisi. Biz mush sohada ish qilganligimiz uchun bizim bir qism cho'ng xaridorlarimizga
bizningki ishlatgan yoki ular loyilab bergan yechimniki uningga chetilmaganlik to'g'riliq biz ularga uchuri bir narsalarni ta'minlagan bo'ldik. Ammo shu Microsoftniki ichidagi bir yutuq tufaylidan yumshoq detalni yutuq deyapti. Bu yutuq tufaylidan shu parlament a'zolari aning keyin bir ministerliklarningki email sistemalariga hujumga uchirganlik to'g'riliq narsalar bor. Hamda bundaq narsalar bu sezgirlikni yana oshirdi. Masalan, bu Xitoy davomli bu hakkerlarning hujum orqali Amerikaga hujum qilib turgandek bo'lmasa, shunday muhim bir siyosiy arboblarningki shaxsiyatiga munosabat qilib o'g'irlashga tirishadigan narsalarning hammasi o'sha uchur texnikasi bilan munosabatli bo'lganligi uchun mayli bu yerda qattiq detal bo'lsin, to'g'ri yumshoq detal Xitoy bozoridan kelmaydi. Ammo qattiq detalningki balki ma'lum bir narsa baydidiq Qualtek degan bir shirkat bu telecommunication sohasida uning keyin shu Wi-Fi simsiz tor orqali qanday qilish nimsida bu telekom shirkatlariga bir modyul deymiz-ku, endi bir kichik tarmoq materialni shular ta'minlaydi. Shunga o'xshash bu Huawei'ning buning ichida nima uchun Huawei'ga qarshilik o qadar yuqori degan vaqtida masalan telekom shirkatlari masalan Huawei'ning antennasi yoki bir narsani ishlatgan bo'lsa, bu masaldan chataq chiqqanda yoki yumshoq detalninki nusxasini yangilash yoki bexatarlik yutuqini yetish degandek ishlarning hammasini qilgan vaqtida bular Shenzhenda o'tirib turib Yevropaninki mayli Britaniyaning telekom bo'lsin yoki bo'lmasa Skandinaviya telekom shirkatlari bo'lsin degandek shirkatlar agar Huawei'ning mahsulotlarini ishlatgan bo'lsa, demak ular Shenzhendan turib ularninki asboblarga kiradi degan gap. Kirish jarayonida yolg'iz ular kirib yumshoq detalning nusxasini yangilab yoki bo'lmasa chataq bosib o'ngshab chiqib ketsa mayli, ammo telekomninki masalan nimalarda muhim tugunlarda nurg'un uchurlar oyoqdan oyoqqa o'tib turdi. Ba'zanlar quluplarlik shaklda menishi mumkin, ba'zanlar qulupsizlik shaklda menishi mumkin. Qulupsiz mangan nimalar bo'lsa, ular demak u uchurlarni ko'ralaydi degan gap bo'ldi. Demak, masalan, mayli ma'lum bir davlatning parlamentida ma'lum bir telekom shirkatlari munosabatlarni ta'minlagan bo'lsa, shuning uchun Huawei'ninki texnikasi qo'llangan bo'lsa, demak, u parlamentda bo'layotgan muzokarani balkim to'sib qo'yishi mumkin. Aytdim, parlamentning yig'ini muhim yechilayotgan vaqtda maydon tarqatishni yoki bo'lmasa shu yerdagi o'tayotgan uchurni o'g'irlash mumkin. Shuning uchunmi Xitoyninki ishlab chiqarilgan asboblarning bo'lib Huawei'ninki mahsulotlarininki yoki 5-chi avlod tor nimasiningki texnikalardan cheklanishniki sababi shu. Bu yerda yana desak yana qayta tema shu davlat bexatarligi shaxsiyning uchuri deganga o'xshash narsalarga taqiladi. Hatto ba'zan diqqat qilmagan vaqtida masalan ma'lum bir davlatninki parlamentning saylanlari yoki davlatning saylanlariga qadar ta'sir qilaligidek narsalarni qilib ketishi mumkin. To'g'ri. Hakikaten bir qancha kun burun biz bu xabar berdik, musha saylan mezgili davomida Amerika Trumpninki el xatlariga telefonlarda kim bilan ko'rishganligi, qancha qatim ko'rishganligi, hatto Bidenninki, Kamala Harrisninki atrofidagi kishilar uninki degandek ashlag'icha Xitoy hakkerlarining hujum qilganligi degandek xabarni berdik bir qancha kun burun. Demak, ashu sohalargacha bo'libmi Xitoy hakkerlarininki bevosita Xitoy rejimi tarafidan Xitoy e'tirof qilmaydi albatta. Shunda ishlatilayotganligini nurg'un qatim xabarlardan berdik hamda. Bu soha haqiqatan bir jiddiy benim bo'layotgan bir soha hamda. Ammo masalani nima tilga oldingiz hamda? Haqiqatan shu nurg'un davlatlar hamda shu Huawei'ninki masalan Turkiyada nurg'un shu modemlar internet ishlatayotgan shu sohaga hamda uylarimizgacha u narsa kirib ketdi hamda. Siz tilga olganligingiz uchun miyada hozir bundaq bir vaziyatda masalan bir ishlatuvchilar, normal kishilar, jamiyatlar, derneklar masalan nimalarga diqqat qilish kerak masalan shu. Hozir ishlatayotgan ko'pincha Turkiyadagi masalan modemlarning hammasi shu Huawei'ninki. Men shu markalarni ko'rdimcha yoki Xitoyning boshqa bir Zhongsheng shirkatiniki degandek. Shu umumlashtirildi hamda. Bu demak yana hamma ishingizni qaysi torbatga kirib nima ish qilyapsiz, hamma narsani bilib turdi degan gapda buning ma'nosi hamda. Endi undaq bo'lishimi natayin bu endi bir modemdan o'tib turgan sonliq ma'lumotninki kundalik agar nimasini statistikasi qarasa bir qancha gigabayt
derecede sonliq ma'lumotlar modemlardan o'tib turdi. Endi uning hammani süzüb, hammani kontrol qilib, uni analiz qilish uchun albatta uning adam kuchi yetishmaydi. Endi hozir sun'iy aqlga o'xshash qurollarning nimasi bilan masalan ma'lum sezgur bo'lgan atalg'ularni filtrlaydigan bir texnikani masalan uningga o'rlashtirib qo'ygan bo'lsa, uning keyindan mushundaq uchurlar eqib o'tgan vaqtida hamma u muhim bir diqqat qilishga tegishli nima ekan, o'rin ekan, andas buning sonliq ma'lumotini to'plasa qo'llikda balkim analiz qilib ma'lum bir narsani chiqarishi mumkin. Endi undan keyin u sonliq ma'lumot bilan qandaq bir ziyon keltirishi mumkin degan vaqtda uni bir aniq bir digil bo'ladigan, mo'lcharligi bo'ladigan bir narsa emas. Ammo uni qilmaydimi degili bo'lmaydi. Masalan biz modemni desak, modemning bir nusxasi bo'ldi, masalan firmware deymiz. Masalan hozir mana nusxasi 2'de 1 ketdi, 2'de 2'ga uni yükseltirishim kerak deganga o'xshash bir gaplarni biz davomli deb turibmiz. Buni nusxasini yangilash kerak degan. U nima degan vaqtida bir yumshoq detal. Yumshoq detalning ichida uning nurg'un iqtidori bor masalan. Ham shu iqtidorning ichiga bir kütüphane hujjatidan birini yushiriplab, u kütüphane hujjatininki nima ekanligini biz normal odamlar bilmaymiz. Kütüphane hujjati balkim ashuna uchurni suzib ma'lum bir yerga yo'llaydigan, hamda bu yerda modemning gapi bo'larkan, modem degan bir internet quroli. Internet quroli borki, internet quroli degan hamma yerga yo'llaydi bu uchurni. Ashta bir iqtidorni endi qo'shib qo'ygan bo'lsa, mumkin. Bu satchilik Yevropada bo'lgan, Germaniyada Bundestrojaner deydigan bir gap bor. Bu Bundestrojaner degan gap nima desa, federal hukumatning Troya eti degan gap. Masalan bu asosli shu 11-sentabr voqeasidan keyin o'tirib chiqqan narsa. Ma'lum bir davlat, masalan Germaniyada ma'lum oshqun ideyadagi odamlar bu hukumatningki ishbiyonlik organlariniki kuzatish ostidagi insonlar. Bu insonlarni qanday kontrol qilib degan vaqtida, u vaqtlarda endi bu 11-sentabr voqeasi yuz bergan vaqtlarda asosan qo'l telefonlar bu qadar taraqqiy qilgan, iPadlar mutlaqo o'tirib chiqmagan zamonlar bo'lganligi uchun asosli aloqa e-mail bilan bo'lgan, undan keyin kompyuterlar bilan bo'lgandan keyin kompyuterning ichiga telekom shirkatlari internet mulozimatini ta'minlaydigan telekom shirkatlari albatta moslashish kerak bunga. Telekom shirkatlari shularning modemlar orqali kompyuterning ichiga Troya munosabatlik federal Troya nimasi deganga o'xshash ishbiyonlik narsasini o'rinlashtirib ularning kompyuterlarini uchur ekanligi ishlangan. Keyin u satchilik o'tirg'i chiqdi, bu xalar kona xabar bu. Demakchi o'g'lim endi ehtimolligi yo'qmi desa, bor. Masalan, sizningki modemingiz Huawei'ning modemsi bo'lgan bo'lsa, masalan ma'rif tashkiloti deymiz yoki bo'lmasa Turkiyada muhim ish qilayotgan bir tashkilotlarningki nimasiga balkim bilgili olmaydi. Endi telekom shirkatlariga, endi u Turk Telekomdan ta'minlangan nima modem bo'lgan bo'lsa, bu yerda albatta Turk Telekom shirkati bilan hamkorlashish kerak. Hamkorlashgandan keyin bular sizlarning modemning ichiga masalan bir narsalarni o'rnatib o'tgan bo'lsa, demak uchurlar u yoqdan bu yoqqa yiqib turadi, mumkinchilik yo'q emas, bor deyishga bo'ladi. Ammo bu yerda bir qancha bu zanjirning ichidagi bir qancha narsani o'tish kerak bunga. Abay deganga o'xshash Turk Telekom masalan buning bilan moslashib texnikalari maxsus sizlarning IP adresingizga munosabatlik, sizlarningki nima bilan munosabatlik asbobning ichiga, firmwarening ichiga, masalan yumshoq detalning ichiga modem demayotgan. Balkim bir narsalarni ko'rgizsa, andan keyin bo'lishi mumkin. Ammo ehtimolligi balkim u darajada yuqori bo'lishi mumkin. Endi shaxsiy uyda ishlatayotgan nima degan vaqtida unda bo'lsa agar meningki ishlatayotgan Huawei'niki meningki burchurimda o'g'irlamdi deganda men so'raydigan savolim qanchalik muhim adam degan savolni so'rayman. Muhim odammi o'tirayotgan o'rningizda? Agar muhim odam bo'lsa, demak qo'llanmang uni. Hatto telefonni ishlatgan vaqtida shaxsiy ishlatadigan telefon bilan boshqa ishlatadigan telefonni ayirang. Kompyuterlaringizni imkon qadar agar zarur bo'lmasa to'g'ri to'masin.
degandek maslahatni berman. Men odatdagi bir odam bo'lgan bo'lsa, demak o'zining jonini beqib ketayotgan odam bo'lsa, demak u bakkaliqi boshqa turib ketadigan tema emas. Ham to'g'ri, endi murojaatni aytgan vaqtida azoq bo'ladi. Masalan, Netgear deymiz, masalan, Amerikaningki shirkatlarininki TP-Link deymiz, masalan, TP-Link Xitoyning emas, xatolashmasam. Shunga o'xshash boshqa narsalar bor. Chuqur qolay bo'lishini atayin. Endi qarab baxsam Turkiyada haqiqatan Xitoy ishlab chiqargan mahsulotni ishlatadigan odamlar haqiqatan ko'pga Redmi, Xiaomi, Oppo degandek telefonlarni haqlarni ishlatib yurganini ko'rdim. Ba'zi vaqtida deyman yaqinroq odamlarim bo'lsa, Samsungning ba'zan telefonlari bor, agar pulga chiqishib bilsanglar, bir boshqa markalar telefonni ishlatib ammo endi degandek endi normal bir jon beqib ketayotgan odam bo'lsa, endi bakmo'lik qo'rqib ketmagani yaxshi, ammo Xitoyninki qo'l telefonlari Xiaomi'ga o'xshash telefonlar endi ular to'g'ri, haqiqatan ular endi ishbirlik qiladiganligi menimcha bir sir bo'lmasi kerak. To'g'ri. Ko'p rahmat. Endi shu Tayvan yuqorida so'zlab o'tgan bu shirkat Tayvanniki. Endi Xitoyninki bu yerga xarid qilib turayotganligi hammamizga ma'lum bir masala. O'zini shu shirkatning kuchiga ishinib shu o'zak masalasida shu silikon qalqon bo'ldi. Chunki Xitoymi bu yerdagi ishlab chiqarilgan nurg'un narsaga ehtiyoj bo'lganligi uchun silikon qalqon deb atayotganligi hammamizga ma'lum. Endi sizcha buningki agarda Tayvanni xotirjam qo'lga kirgizib olsa Xitoy degan dunyodagi nurg'un narsaga texmbak hukmron bo'lgan bo'ldi-da endi. Sizcha hujum qilgan shaklda Tayvanni elish ehtimolligi qancha ekan deb? Chunki Tayvan bu mana bir silikon qalqon bo'ldi deyapti-da endi. Ammo Xitoyning niyati oxirgi hisobda yana shu. Endi bu abaydidiq o'zak texnikasi kelgan vaqtida Tayvanninki o'ynaydigan roli nihoyatda cho'ng deb, masalan Nvidia dediq, Qualcomm dediq, Intel dediq, masalan nurg'un shirkatlarning o'zaklarini Tayvanda ishlab chiqarildi. Bu xalqaroga nisbatan aytganda butun yer shari xarakterli bir ojizlik bo'lgan bo'ldi Tayvan bu yerda. Ham shundaqla buning texnikasiga Xitoymi tayinadi. Masalan nurg'un kompyuterlar masalan Xitoyda qorashtirilib, nima Xitoyda yasalib dunyoga taqiladi. Masalan shuningki abaydidiq dunyoning 3dan 1 qismi kompyuterningki o'zakni nima ishlab chiqardi dedik. Anda olmaga o'xshash narsalarning kelgan vaqtida 90%ninki nimadan chiqadi degan. Endi bu materiallarningki garchi bir qismini Xitoy o'zi ishlab chiqargan bo'lsa-mu, ya'ni ko'p qismini Tayvandan kiradi. Endi Xitoy agar bu Tayvanga hujum qilib, agar shu ta'minlash zanjirini o'zi yutadigan bo'lsa, demak o'zining putiga o'zi palto chapgan ahvol o'tirg'i chiqadi bu yerda. Ondan keyin bu butun dunyoning nimasiga bog'liq bo'lganligi uchun albatta Amerika buni nihoyat kuchli darajada qo'llab kelayotgan harbiy jihatdan qo'llab kelayotgan davlatning birisi. Endi hozir Ukrainaning qo'ldan chiqib ketishiningki oldini olish uchun Yevropa bilan Amerika naqadar mablag' sarflaydi. Agar tasodifiy Tayvanga chiqilib qo'yadigan bo'lsa, balkim buningga qiladigan yordam uningdan balkim nechasi yuqori bo'lishi mumkin. Hem onun ustiga abay degandeki o'xshash Xitoy hozir ham shu bo'lib sun'iy aql sohasida dunyoning oldiga o'tmoqchi. Va yoki texnikaning taraqqiyoti texmi ko'p darajadagi shu raqamli iqtisodning taraqqiyotiga kelgan vaqtida Tayvanga tayinlagan nimasi hali eg'ir. Unda bo'lganligi uchun bu xil ahvol ostida bu nimaga Tayvanga hujum qilish ehtimolligi balki to'g'ri bo'lishi mumkin. Xo'sh. Doktor hamda oxirida agar abaydidiq masalan Xitoy balki mablag'ni mush darajada sirib agar ahli mulk huquqini ma'lum yo'llar orqali qo'lga kirgizib ajallik texnikalardan bir qanchisini qo'lga kirgizib dunyoni o'zining degan yo'lnishiga mandira oladigan qilsa, masalan buning bir ehtimolligi olma telefoniga o'xshash yoki muhim cho'ng shirkatlarningki mahsulotini Xitoyda sotaman desa, biz ishlab chiqargan o'zaklarni ishlab chiqarsam, bizni sotsam, buni sotmaysan desa, balkim ma'lum o'zgarishlar bo'lish ehtimolligini chetga qo'yib bo'lmaydi masalan. Ma'lum bir texnikani
Endi biz hamkorlashaylik deb Xitoy bilan hamkorlash qilib bo'lmaydiganligini nurg'un davlatlar hozir balkim his qilishga boshladi. Ammo ma'lum darajada hamkorlik qilish jarayonida ahli mulk huquqini asosida muhim texnikalarni qo'ldan chiqarib qo'ysa, ma'lum bir kunlar kelgan vaqtida dunyoni yana o'zining yo'nalishiga mangdira oladigan qilsa, u chog'da balkim Tayvanniki masalasi o'ylashga tegishli masala bo'lib qolishi mumkin. Agar u xil ahvol bo'lgan vaqtida, masalan, hozir 2022 yılı özək qanun yolu oturup qoyulgandan keyin Arizonada mesela zavodlar qurish nemisi o'rtaga chiqdi dedi qabay. Mesela shunday narsalarni bag'an siri mesela Foxconn şirketlerinden mi alman ishlab chiqarishni yetkab Meksikaning chegarasiga kelib Trumpning vaqtida bir ishlar bo'lgandi. Foxconn şirketleri mi taqalib bu ishchilarni işsiz qilib qo'ydiganga o'xshash ishlar. Mesela shunga o'xshash asta mesela yangi prezident Trump bo'lib qolsa, mesela Trump mesela bu xil sohalardagi narsalarni texnik tezlashtirib Tayvandan mesela chiqib ketish ehtimolligi bo'lgan taqdirda Tayvanninki nimasi burunqidek pek strategik bo'lmagan vaqtida balkim urushninki ehtimolligi balkim yuqoriroq bo'lishi mumkin. Ammo hozirgi sharoitning o'zida abayqi deganga o'xshash muhim texnikani o'z qo'lida tutib turganligi uchun bu Xitoyga foydasiz bo'lganligi uchun balkim silikon qalqini hozircha ishlatilishi mumkin. Xo'sh. Hamda doktor, oxirida shu bu sohadagi o'zak sohasidagi xatar va xirrislar va bu texnikaning kelgusi yuzlanishini qarab ketyapti. Bu haqda ma'lumot berib turgan bo'lsak. Endi hozir biz nimaninki sun'iy aqlninki taraqqiyotini mo'ljazligisiz holatda faraz qilyapmiz. ChatGPT o'tirib chiqdi 2 yil bo'lmadi. 2 yil bo'lmay hozir shu sun'iy aql sun'iy aqlninki hozirgi holatidan texnik taraqqiy qilgan shu inson aqlidan yetkidak yoki inson aqlidan eshib ketgidek bir ishlarni qila olishi mumkin degandek bir farazlar o'tirib chiqyapti. Endi bu yerda buni albatta o'tirib chiqarish uchun bununla gayet yüksek derecede hesaplaş gücüne ihtiyacımız oldu. Bu hesaplaş gücününki ihtiyacı yine ahire kelgende nima bo'ladi desa, şu bizde vatkan özekninki iqtidori Xitoyning bir yerde. Özeklarninki mesela nurg'un narsalar yumshoq detal ustida bo'lgan bo'lsa-mu, bir qism narsalarni hatto qattiq detalning o'zininki iqtidori orqali qilib yumshoq detallarni texnik mukammallashtirish, hatto biologik shakldagi holatda bir nima qilib qilolsa, balkim buningdan cho'ng biz faraz qilmagan holatdagi masalan shu fantaziya filmlarida ko'rgan bir qism ishlar balkim amalga tushishi mumkin. Bu taraqqiyot mesela hozir ishlab chiqarilayotgan o'zaklarning hammasi ikki o'lchamlik deyli, hamda 3 o'lchamlik shaklda bunday qilib bir-birining ustiga jipslashgan bunday shaklda bir narsalar chiqib yo'q. Masalan, texnik murakkab bo'lgan, texnik mukammal bo'lgan, texnik iqtidorli o'zaklarni o'tirib chiqish ehtimoli bor. Anan keyindan hozirgi o'zaklarning hammasi masalan shu kompyuter sistemasini deydigan bo'lsak, 0 bilan 1ninki birikmasidan bo'layotgan ishlar hammasi. Demak, ya bo'ladi ya bo'lmaydi. Odatda ikki xil holat bor. Bu 0 bilan 1ninki nimasi? Endi bu 0 bilan 1ninki biz 32 bitlik yoki 64 bitlik deganga o'xshash narsalarning hammasi nima deganda, shu 0 bilan 1ninki birikmasidan kelib chiqqan har xil nimasidan bo'layotgan narsa. Endi bu elektronninki holatini degan vaqtida biz kvantum holati deydigan bir narsa. 0 bilan 1 emas, 0 bilan 1ning oralig'ida nurg'un holatlari bo'lishi mumkin deydigan kvantum holat deydigan kvantum fizika yoki kvantum holat deydigan bir narsa bo'ladi. Hem bu hozir yangilikda o'tirib chiqayotgan narsa nima degan vaqtda kvantum hisoblash yoki kvantum kompyuter deydigan bir yangi bir ideyalar bor. Bu vaqtda bizda bahsim bo'ladi. Bu nihoyat qiziqarli bir soha. Eğer aşı mesela nesle oturuğa çıkıdığan bolsa, mesela şu eğer reallik ayıldığan bolsa, demek hesaplaş gücü hazırkıdan mölçerliksiz derecede işip gidiyordu diyen gap oldu. Yani bunun mu şu nesni reallik aşırış için biz yanılanmış özek tekniksi, qattiq detalının ki mükemmelleşi, terakkiyatı, onun kendinden şunun üstüde buluvatkan yumuşak detalının ki şu
logikalik buyruqlarning tizmisi deymiz go amaliyotda kompüter programmasi. Şu narsalarni mukammallashishiga bog'liq bo'ldi. Demak, bu yerda hamda qattiq detalninki o'ynaydigan roli nihoyatda murakkab bo'ladi. Uning keyindan shu internet narsalar deymiz. Masalan, shu internet narsalarining o'ynaydigan roli bizning hayotimizda texnik narsalar bo'lishi mumkin. Ondan keyin shu biz abay nima dedik? Şu özəkninki çoğunluqı hazır bir qancha nanometr sohasida uni texnik kichiklatish ehtimolliqi bormi, uni texnik kichiklatish uchun balkim texnik mukammal bo'lgan materialga ehtiyojimiz bo'lishi mumkin. Masalan, materiallarninki nimasi ehtiyoji mesela yangi materiallar o'tirib chiqqandan keyin balkim yangi özəklarning o'tirib chiqishiga bo'lishi mumkin. Anan keyindan hozirgi işletilayotgan özəklərinin köpüncüsü umumiy holatdagi bir özək deb atsak bo'ldi. Ya'ni xoslaşmagan. Balki bundan keyingi taraqqiyotda xoslashgan. Masalan, xoslashgan degan vaqtida nima dedik degan vaqtida biz burun CPU ning gapini qildik. Hamda keyingi mezgillarda biz GPU ning gapini qildik. GPU degan nima degan vaqtida grafik kartasini aytib nochikkan yoki bo'lmasa o'yin o'ynasa baktizga undaq degan bir gaplarni balkim qulqimizga kirib qoladi. Bugungi CPU mu, nima? Bugungi sun'iy aqlmi CPU ning texnikasi asosida emas, GPU ning texnikasining asosida bo'lgan. Ham shuning o'xshash balkim buningdagi ma'lum sohada ishlatiladigan xoslashgan o'zaklarmi balkim o'tirib chiqishi mumkin. Ma'lum bir sohadagi ishni nihoyatda baland qiladigan. Sun'iy aqldagi nimdami? Vektor bilan munosabatli bo'lganligi uchun bu yerda kompüterning kuchidan bakrak grafiklik bir taraf qilish kuchiga bo'lgan ehtiyoj yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun bu yerda CPUlar emas, bugungi kunlikda GPU, ya'ni Graphic Processing Unit deydiganning qisqartirilmasi. Demak, GPU ga bo'lgan ehtiyoj yuqori hozir CPU qaraganda. Demak, kelgusida sun'iy aql texnik mukammallashish uchun maxsuslashgan o'zaklarni o'tirib chiqishi ehtimolligi yuqori. Doktor, bu cevabınızın yeni bir sual doğuldu bir adamda. Hakikaten bu ChatGPT'nin hayatımız kirişi bilen bulup mu şu 4.0 bu çıkan diken muşam resmi insanın avazı okşaş, sözleşiş, hissiyatlarımızda mı iskalalaydıgan şekilde buluş. Ama bunun kelgüsü hem de nelerge berip toktaydı hakikaten bu doğrusu nurgun söhbetler münazırlı buluvatı da hazır mı? Bir türküm insanlar bu insaniyet gibi balay afet elip kildi dep qaravat qaldı bununki kelgüsü taraqqiyatı müşna ketivasa. Şu mesela nurgun çoğun şirketler mesela Elon Musk bunun qarşı şekilde özünün nimesini quruyatqan degandek mesela insan bu xatar nuqtasidan mesela hele hem nurgun sahalarni nurgun kasblarni bu sun'iy aqlniki egallab bo'lganligi va bundan keyin nurg'un sohalarni amaldan qoldirganligi degandek gaplar bo'lyotdi. Bu nuqtani siz qanday qaraysiz? Endi u sun'iy aqlninki tahdid ekanligi bu bir sir emas. Shuningdek, masalan OpenAI deymiz yoki bo'lmasa ChatGPT deymiz degandek qurollarning hammasida qo'g'dash quroli yoki qo'g'dash qavati deydigan bir narsa guardrails deb qo'ydi buni. Bu mesela OpenAI'nin responsible AI, yani mesuliyetçilik, sun'iy aqlning mesuliyetçiliği deydigan bir qismi bor. Degan vaqtida bu yerda endi sun'iy aqlni shu ma'lum bir narsaning asosida yangi bir uchur ta'minlash hozir endi masalan sizning so'ragan savolingizga asosan sizga javob qiladigandan boshqa yana ma'lum bir narsani qilgandan keyin uningki mazmunni kengaytiradigan yoki bo'lmasa ma'lum jihatdan maslahat beradigan ishlarni so'rasangiz u qilib beradi. Ammo siz xohlagan savolni so'rab, xohlagan javobni ololmaysiz. Masalan, oddiy bir misoli bor. Bombani qanday yasayman deb savol so'rasa, ChatGPT siz norozi bo'lsangiz hukumatingizdan siz uni zo'ravonlik shaklida ifodalamay namoyish qilish shakli yoki boshqa bir usullar bilan
nima qiling degandek javoblar bilan sizniki udul javob berishdan o'zini qochirdi. Yoki bo'lmasa ma'lum bir savolni so'rasangiz, mening javob berish iqtidorim deyishib ketgan. Bularning hammasi demakchi o'g'limiz shu qoralg'anni ta'minlagan yoki yumshoq detalni nima qilganlar mandaq narsa mandaq shaklda o'tirg'i chiqsa, men buni mandaq kontrol qilsa deydigan bir kontrol mexanizmi bor. Hamda bu masalan mashina ishlab chiqargan shirkatlarga garchi mashinaningki eng yuqori sur'atini 240 kilometr deb yasagan bilan hech kim mashinani 240 kilometr deydimaydi. Chunki hayotga keladigan tahlikani bilganligi uchun nima qildi uning yo'lda uningki haqni tezlab ketmaganligi yapmaslik uchun ya bir narsalarni yo'lga nima qilib qo'ydi. Tezaydigan olmaydi. Ya bo'lmasa radar qo'yib jarimani qo'yish orqali ularni kontrol qilish qilib hayotimizda nurg'un narsalar biz o'ylagandagidek o'zimiz xohlagancha bir ishlarni qila olmaymiz. Endi sun'iy aqldami shunga o'xshash kontrol mexanizmi bo'lishi kerak. Ba'zi davlatlarda hatto Yevropada AI Act deydigan sun'iy aql qonuni degandek qonunlarni yo'l qo'ygan hatto ChatGPT yangi o'tirib chiqqan vaqtida Italiya hukumati uni cheklab bir mezgil uni keyin ichayotgan bir ishlar bo'ldi. Chunki sababi nima degan vaqtida masalan ba'zan savollarni so'ragan vaqtida sizga aniq javob bermagan bilan masalan men bir kimyo mutaxassisim men bombani mandarax narsalar yasaydigan to'g'ri xatoligini bilmayotib masalan deb bergan bo'lsangiz balkim deb berishi mumkin. Shunga o'xshash ma'lum bir logikalik jihatdan ma'lum bir narsani o'tib ketish yo'lini topa olsangiz balkim ChatGPT sizga desa bo'lmaydigan bir qism gaplarni davitish ehtimolligi bor. Endi shuning hammasini demak shunga hozir normal xalqmi balki shu sun'iy aqlga oldi bilan bir narsani o'rgatish degan nuqta mushkanda o'zingizning sohasida o'rgatib ma'lum bir narsaga uni tayyorlab uning keyin siz xohlagan javobga erishir ekansiz natijada. Demoqchimiz bu. Undan keyin masalan yana bir sun'iy aqlninki xato bir tarafi nima degan vaqtida masalan oddiy bir misol shu yaqindan beri Uyg'urlarning tanilgan siyosiy arboblar o'tirg'i chiqib yana bir siyosiy tashkilotning saylovlar to'g'riliq qalaymagan gaplarni qilib qilgan bir ishlar o'tirg'i chiqdi sotsial mediaga chiqib. Endi bizning oramizdagi bir qism nomba bir insonlarningki shunaqa bir suhbat qilganligini masalan burun bir tarixda ko'rgan bo'lsa birlari qo'pib shu odamningki og'zining midirishiga mos keltirib turib xato bir uchurni ovozga o'xshatib turib ovozini qo'yib video yasab taqdim etsa bizning xalqimiz ishonadi masalan. Amerikada masalan nimaningki Donald Trumpningki masalan qarlar bilan turib tushgan rasmiy qarlarning Donald Trumpni qo'llayotgandek rasmlar o'tirib chiqqanligi nima qildi sun'iy aql yasagan rasmlar. Ammo sun'iy aql o qadar mukammal bo'lmaganligi uchun ba'zanda qo'lning olti barmog'i va yoki bo'lmasa bundaqa bir mo'rsik qo'lni sep turgan bo'lsa ikki qo'l tang mo'rik qo'l sep turgan degandek masalan kalaninki rasmi chiqarsa kalaninki tuyuqsizlar bir oq tarafda uch pochqi va deganga o'xshash ashtaq bir xato rasmlar nihoyat jiq to'rda masalan Shveysariya to'g'riliq ba'zanda rasmlar chiqib qoldi chiroyli yayloqning rasmi qarasa kalaninki 5 puti bor masalan shunga o'xshash kamchilik hozir mukammal bo'lmaganligi uchun sun'iy aql yolg'onni aniqlig'i bo'ladi. Masalan, shuni yolg'onni aniqlaydiganmi, hatto qurollar bor. Masalan, bir rasm o'tirga chiqqan bo'lsa yoki video o'tirga chiqqan bo'lsa, u videoning zodi asli kelish manbasi nada? Onun keyin u rasmi yolg'onmi, uni aniqlaydi. Hatto buningdan tortilgan rasmlar suv tomg'isi deymizmi, watermark deydigan o'xshash bir narsa qilish kerak. Bu rasmlar yolg'onni qilolmaydi deganga o'xshash ashtaqaliqi yoki bo'lmasa shuni qo'g'daydigan bir nimani qilish kerak bo'lmasa haqlar aldanib ketadi degandek narsalar davomli o'tirib chiqib turdi. Hamda hozir undaqa emas. Hozir yanılam kamchilikni bayqalib bo'lib rasmdan yoki videodan uning kamchilik tarafini bayqaldi. Ammo bu taraqqiyot mushbitim mang'il tursa, ma'lum bir nuqtaga kelganda rasululloh yolg'onni org'ilib bo'lmaydigan holatga kelib qolishi mumkin. U vaqtida cho'qim mushuna bilan munosabatli bo'lgan qonunlar o'tirib chiqishi shuni qo'g'daydigan o'rinlar o'tirib chiqishi u tabiiylam u cho'qim bo'ladi. Masalan shu masalan Yevropada shaxsiyning uchurini qo'g'dash qonuni degandek bir qonunlar bor. Cho'qim har qanday bir shirkat
mesela bir elektronluk do'kondan bir uçur, bir mahsulot setib olgan bo'lsak, bizning telefon nomerimiz, e-mail adresimiz, ism familiyamiz, adresimiz saqlangan bo'lsa, bu eng qo'g'dildigan uchurlardan birisi. Uni xohlagancha bir yerlarga berib etishga yoki bo'lmasa, uni echib etishga bo'lmaydi. Agar men xohlasam, men uchurimni o'chirib etmasam, o'chirib etadi. Bu Yevropada o'tirib bo'lgan bir qonun. Shunga o'xshash shaxsiyning uchurini qo'g'dash qonun degan o'xshash qonunlar bo'ladi. Bu yerda sun'iy aqllikka kelgan vaqtidami, masalan, shaxsiyning nimasini qo'g'daydigan yoki bo'lmasa uning rost yolg'onligiga nima qiladigan baho beradigan, uning sun'iy aqlninki ishlatish doirasini cheklaydigan, masalan, deyli OpenAI masalan yoki ChatGPT ma'lum bir yangi iqtidorli sohalarda o'tirib qo'ygan bilan nusxasida o'tirib chiqqan bo'lsa, balkim hamma nusxasini u ma'lum bir davlatda to'liq ishlatkili bo'lishi notayin masalan. Undan keyin xuddi Xitoydami ishlatilayotgan sun'iy aqlda masalan Xitoyning kompartiyasini ayblaydigan yoki bo'lmasa Uyg'ur nimasiga inson haqlariga munosabat xuddi Xitoyning sun'iy aqlini ambardan topilmagan o'xshash, balkim sun'iy aqlda ma'lum cheklamalar chiqib o'tirib chiqadi. Xo'sh. Ammo insoniyatga akab beradigan foydasi haqiqatan ko'p bo'ladi. Masalan, biz oddiysi bugungi kunlikda masalan ingliz kitobni yoki ingliz bir materialni uyg'ur qilamiz degan bo'lsak, burun bu kitobni xatni ichib birlab uni o'qib, unikini yozib, tarjima qilib qilatdik masalan. Bugungi kunlikda shunday sun'iy aql qurollarining foydasi bilan Google tarjimonning ichiga solsa, qani mukammal darajada uyg'urcha tarjima qila oladigan holatga keldi. Aning keyindan shu ChatGPT'ninki mesela iPhone'ga qachilagan nusxasida ishlatib baqillar biladi. Hatto yerlik dialekt bilan bu shu ChatGPT bilan paranglashqili bo'ladi. Bir narsani so'rab turib, hatto xat yozib emas, hozir endi ovozli shaklda "Ey ChatGPT, mandaq bir uchurga erishgan desa, ovozli shaklda hatto yerlik dialekt bilan Shveysariyaning shu o'zining yerlik dialekti bor. Mesela yerlik dialekt bilan sualga javob beradigan, hatto hissiyotni aralashgan ba'zan kulib qo'yadigan, chaqchaq qilib iqtidorlar qarasa sun'iy aqlniki nimasi. Endi bu bir turmushda ishlatilayotgan misoli. Endi bu sanoat ishlatiladigan narsalar nihoyatda ko'p. Masalan, deyli sug'urta ishlarida masalan yolg'onchiliklar nihoyatda ko'p bo'ladi. Masalan, mandaq bir hodisaga yo'liqdim yoki mashina manda urildi, u bu desa, shu mashinaning rasmini tortib, mashina bir tunnelda o'tgan bo'lsa, mashinaning bütün nimasini rasmga tortib, hatto shu urilganmi, urilmaganmi yoki qasddan o'zi urganmi yoki boshqasi urganmi, shu darajada aniq analiz qilib, shu odamninki doklad qilgan narsaning yolg'on rostligini ko'rsatib bera oladigan nima iqtidor bor. Uning keyindan rentgenning rasmlarini topgandan keyin, masalan, rentgenning rasmini doktor nimaga ko'rdigan ko'rib qarab, sizni bunda ish yoki undaqga mundaqga degandek bir narsani degan bo'lsa, bundan keyin nima bo'ladi desa, sizni tadqiqotingizda sun'iy aql avtomatik analiz qilib, bu odamninki terisininki bu rasmiga qaraganda yoki o'pkisining bundaq rasmiga qaraganda, demak mush bitim mangsa, buncha yilning ichida ya bir teri raki bo'ladigan yoki bo'lmasa o'pkisidan chatoq chiqadigan bir narsani qildi degandek, odam to'g'ri diagnozni oxirgi kelganda doktor qo'ydi. Ammo doktorga masalan maslahat beraligidek darajada mukammallik bor degan gap. Andan keyin hozir dunyoda havo rayininki o'zgarishi nihoyat shiddat bo'lyapti. Masalan, Ispaniyada hozir 70 necha odamning o'lganligidan xabar chiqyapti. Ispaniyada hozirgacha 50 necha yilning yoqib bo'lib boqmagan eng og'ir avariya hodisasi hamda ko'p yomg'ir yoqqanlik uchun. Masalan, ashunday bir ishlar yoki bo'lmasa Avstriyada mana bir ish bo'lib saylovga ta'sir qildi degandek gaplar bo'ldi. Masalan, avariyadan ma'lumot berishmi, masalan, avariyaning shiddatli o'zgarishi kelgan vaqtida hozir ko'pincha modellar koni modellar, masalan, burunqi avariyaning o'zgarish ahvollari, aning keyindan masalan Shimoliy Amerikada masalan bir qo'shin kelayotgan bo'lsa, uningki Yevropaga qilgan ta'siri degandek narsalar hammasi tarixiy sonliq ma'lumotlar asosida farazga asosan o'tirib qo'yildi. Ba'zanda bo'ladi, ba'zanda biz o'ylagandan shiddatli bo'ladi. Endi sun'iy aql hozir nimadan keyin degan vaqtida sun'iy aql mana mushundaq narsalarda. Masalan, Mar rayonida balkim hozir
bir 2 kunning ichida 20 santim yomg'ir yog'ib, suv opit bo'lib, ma rayoniga ig'ir darajada ziyon keltirishi mumkin. Shunga bu rayondagi odamlarni ko'chirish kerak degandek narsani shu sun'iy aqlninki hozir sonliq ma'lumotni iqtidoriga asosan o'zi model yasab, masalan, uni bo'lish ehtimolligini, farazlarni manch %1 aniq darajada o'ttirib qo'ygandan keyin shu rayonda tayyorlikni yuqori bo'lganligi degandek. Bu nurg'un narsalar bor. Bunda misal deb kelsak, onun misalları nayt nurg'un o'rmonga olib ketayotgan ishlar bor. Masalan, shu rayondagi o'rmonning avoniki qurg'oqlik darajasiga, shu rayondagi daraxtlarningki shu yilgi yetarli suv ichgan ichmaganligiga qarab turib, o't ketish ehtimolligini oldin ma'lumot bergan degandek nurg'un narsalarga insoniyat foydali ishlarni qiladi deb buni sun'iy aqlga bo'lgan insonlarningki hayojoni shuning uchun mablag' silishi narsaning hammasi sababi shu. Ammo avay degandagi o'xshash bir qanday medalning ikki yuzi bo'lganiga o'xshash foydali taraflari ham bo'lishi mumkin, ziyonli taraflari ham bo'lishi mumkin. Ammo ziyonli taraflarga kelgan vaqtida biz bo'lib o'zimiz yashayotgan davlatlarimizningki shu qonuniy sohasidagi andan keyin shu insonlarningki xalqining qo'g'dash jihatda chuqur tadbir olganligiga ishonishimiz kerak. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Agarda men so'rashni unutib qolgan yoki so'ramagan deyishim kerak bo'lgan masalalar bor desangiz, o'tirib qo'ysangiz bo'ldi, bo'lmasa programmamizni shada oxirlashtirsak. Nayt yaxshi suhbat bo'ldi. Endi biz bu o'zbekninki masalan tarixiga qarab chiqdik. Ondan keyin buningki hozirgi jo'g'rafiya, siyosiy va muhitga keladigan ta'siri, xalqaro hamkorlik, ondan keyin bizning hayotimizga bo'lgan ta'siri hamma sohada so'zlashdik. Hamda demisimi bu bir nayt muhim tema. Tariximiz o'tib ketgan ikki qatimliq sanoat inqilobininki yadrolik material hisoblab elektron davriga kirdik dedik. Elektron davri shu o'zak bilan bo'ldi. Undan keyin 4-qatimliq sanoat inqilobi, ya'ni sanoatning avtomatlashishi degandek narsalarningki yana asosan yana shu robot texnikasi deymiz, masalan internet narsasi deymiz, 5G deymiz. Shu hamma narsa hozir hayotimizga qulaylik kelayotgan internet deymiz, hamma narsa shuning bilan bo'ldi. Hamda 5-qatimliq sanoat inqilobi balkim bundan keyingi inqilob sun'iy aql inqilobi bo'lishi mumkin. Hamda hayotimizda balkim o'sish xarakterlik yangi taraqqiyotlarni kelishi mumkin. Hamda bir tarafdan hayojon, bir tarafdan qo'rqishning ichida bu jahon qayoqqa taraqqiy qiladiganini deb mishnoqimiz. Buning markazimi yana shu o'zak texnikasi bilan munosabatli bo'ladi. Dunyodagi muhim bir siyosiy kuchlar o'rtasidagi ziddiyatning bir muhim bir nuqtasi ekanligini qildik. Hamda bu soat so'zlashsak so'zlashadigan temalar ko'p. Agar ko'rguvchilarningki yoki anglag'uvchilarningki agar bu soat yana savollari bo'lsa, agar zarur topilsa yana bir qatim suhbat qilsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa tushgan savollar bo'lsa yo'llab bersangiz javob berishga tirishaman. Inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni mishada oxirlashtiraylik. Haqiqatan qisqa vaqtning ichida nurg'un masalalarni sig'dirishga tirishdik. Inshaalloh foydali bo'lishini umid qilamiz. Oldimizdagi sonda yangi bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.